Assalomu alaykum. Zargar Shopning sevimli va qadrli muxlislari, sog' salomatmisiz? Efirda boshlovchingiz Husniya Husanova bilan bugungi efirimizni olib boramiz. Shunday ekan, ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Efir yulduzi taqdim etiladi. Video lavhasini ko'ring va sizlar uchun juda ham chiroyli narxlarda taqdim etiladi. Va faqatgina narxidan tashqari mana bu uzukning porlashiga e'tibor bering. Undagi tushli ranglarning chuqurligi deysizmi, atrofiga bezatilgan oq fenitlar deysizmi, go'yoki o'sha ametist va brilliantlarning uyg'unligidan porlayotgan efir yulduzi. Va bu taqinchoq sizga efirning oxirida ko'rsatiladi. Hozir esa e'tiboringizni birinchi lotimizga qaratmoqchiman. Birinchi lotimiz juda ham ko'plab onaxonlarimizning qalbidan joy egallagan dizayn. Juda ham ko'p insonlarga yoqadigan va bu uzukni shunchaki oddiy uzuk sifatida emas, balki men birinchi uzuk haqida gapiryapman, lekin siz efir yulduzini video lavhasini ko'ryapsiz va o'z vaqtiga yetib kelganida sotib olishingiz mumkin. Endi mana bu uzukka e'tibor qarating. Mana bu yerdagi uzuk shunchaki dizayn uchun yaxshi ko'riladigan uzuk emas. Bu yerda bitta qaraganingizda o'sha shajara daraxtingizni ko'rishingiz mumkin. Oilaviy qarindoshlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz, kelinlaringiz xuddi mana shunday tartibda ko'rinishda ishlangan va bu uzukni qo'lingizga taqqaningiz zahotingizdayoq siz o'sha butun boshli o'sha shajarangizni ko'rinib turgandek ko'rinadi. Mana shunaqangi dizaynda ishlangan va mana shunday juda ham keng katta taniqli oilalarda, qadimda o'sha bo'lgan qirollik oilalarida yoki bo'lmasam vazirlarning oilalarida, o'sha diqqatga sazovor oilalardan birida mana shunaqangi uzuklar, o'zlarining oilasiga taalluqli uzuklar bo'lganligini barchamiz bilamiz. Hozir sizda ham shunday imkoniyat bor va mana bu taqinchoqni siz 299 mingga olasiz. Qo'shimchasiga sizga ziraklar sovg'aga taqdim etiladi. Ana endi keling ziraklarni ko'rib olamiz. Ziraklari ham ishonchim komil sizga juda ham yoqadi. Chunki ziraklari ham xuddi o'shanaqa uzukka o'xshagan, shajara daraxtini eslatadigan, mitti brilliantlar bilan bezak berilib ko'rinib turadigandek chiroyli taqinchoqlar taqdim etiladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hozir bir necha soniyalarda sizga ko'rsataman. Qarang, ana endi mana shu taqinchoqning ziraklarini bir ko'ring. Katta, xuddiki go'yoki o'sha bir dona katta oltin tilatangaga o'xshaydi. Juda ham chiroyli, o'ta go'zal. Shoxlariga keladigan bo'lsak, bu juda ham chiroyli qilib ishlangan, o'z o'rnida hamma narsa ko'rsatilgan. Agar siz dunyodagi eng hashamatli italyan zargarlik brendlaridan biri Pomellato agar zargarlik buyumini katalogini ochsangiz, juda ham internetga kirib qidirib ko'ring albattaki. Mana xuddi shu bu Pomellato brendiga oid bo'ladi. Endi tasavvur qiling, 27.928 deyarli 27,5 ming dollar. Juda ham zo'r, juda ham qimmat narx, xuddi shunaqangi narx va buni bizning sevimli aktrisamiz, shaxsan mening ham juda ham yaxshi ko'rgan aktrisam Hande Erchelning qo'llarida ham xuddi shunaqa dizaynni ko'rishingiz mumkin, chunki bu uzuk shunchaki oddiy uzuk emas. Aynan mana shunaqangi Pomellato brendiga keladigan bo'lsak, bu juda ham taniqli brend hisoblanadi va juda ham ko'plab mashhur, diqqatga sazovor odamlar, ayollar bu taqinchoqni shunchaki taqinchoqligi uchun emas, uning ichida yashiringan ma'nosi uchun ham taqishadi. Aynan xuddi shunaqangi taqinchoqni bugun bizda final narxi 199 ming so'm xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Mahsulotga buyurtma berish uchun esa pastdagi raqamlarga murojaat qilib KG 072 kodini aytasiz. Bilasizmi, Dubay butiklarida ushbu mana shunaqangi juda ham chiroyli bo'lgan, aynan nima desak bo'ladi, Abisku kolleksiyasi deb nomlanadi va ushbu asl ajur uzuk qancha turishini bilasizmi? Narxlarni ham ko'rdingiz, o'sha 27 ming dollar, bilasizmi? 27 ming dollarga bitta katta mashina olsa bo'ladi. Juda ham hozirgi zamonaviy mashinalardan olsa bo'ladi, lekin bitta uzukning narxi shunaqa qimmat ko'rinadi. Endi tasavvur qiling, bu deyarli bir xonadonning yarim boshlang'ich puli ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ammo bugun efirimizda haqiqiy zargarlik inqilobi sodir bo'lmoqda. Ko'rib turganingizdek, atiga 199 ming so'mga xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Biz aynan shu hashamatdan ilhomlandik va sizlar uchun mutlaqo hayratlanarli uzukni taqdim etmoqdamiz. Barchangiz bilasizki, turk seriallarining eng go'zal yulduzi, millionlab muxlislar qalbini zabt etgan ajoyib Hande Erchel nafaqat turk kino yulduzi deya olamiz, balki butun dunyo bo'ylab o'zining o'rniga, o'z go'zalligi bilan nom taratgan ushbu chiroyli aktrisa ham hattoki o'z hayotida mana shunaqangi chiqishlar qilganida aynan mana shunday dizayndagi uzuklardan foydalanadi. Chunki har bitta taqinchoq shunchaki o'zi taqinchoq shunchaki taqilmaydi. U qandaydir ma'no, qandaydir mantiq, insondagi qanday
qandaydir xarakterni ochib berish uchun yoki bo'lmasam sizning o'sha fe'l-atvoringizga mosligini yoki fe'l-atvoringizda birorta nuqtani ko'rsatib berish uchun ham muhr sifatida ham taqiladi. Endi tasavvur qiling, siz aynan mana shunaqangi Kann festivalini bilasiz, barchangiz Qizil yo'lakda o'sha yurishadi, kinolarning premyeralarida, filmlar premyeralarida Kann festivalida yurishadi. Shu kabi taqinchoqlarda chiqish uchun millionlab gonorarlar to'lashadi. Juda ham katta kelishuvlar bo'ladi. Aynan shu taqinchoqni taqish uchun hattoki aktrisalar ham pul to'laydi. O'sha ba'zi biz o'ylaymizki, o'sha aktrisalarga pul berishadi deb o'ylaymiz, lekin yo'q. Aktrisalar ham ba'zida shunaqangi qimmatli taqinchoqlarni taqish uchun o'zlari pul to'lashadi. Har bir ayol taqinchoqlarga ega bo'lishi mumkin. Atigi 199 ming so'm. Biz esa keyingi taqinchog'imizga o'tamiz. Marhamat. Keyingi taqinchog'imiz juda ham chiroyli, o'ta go'zal bo'lgan, o'ta nafis ishlangan. Aynan siz taqqaningizda sizdagi o'sha nima desak bo'ladi, xushchaqchaqlikni, beg'uborlikni, samimiylikni ko'rsatib berishga harakat qiladigan uzuqlardan biri. Bu yerda ko'rib turganingizdek zumrad toshlarini eslatadigan yashil kristallar va ushbu yashil kristallar tutunli yashil kristallarni ko'rishingiz mumkin. Ular juda ham chuqur, juda ham bir o'z ichida nima borligini bilinmaydigan o'sha deylik ichidan sokin, o'zining hamma gapni ham, hamma ichidagi gaplarini yoki bo'lmasam fikrlarini ommaga ochiqchasiga aytmaydigan, ichida saqlaydigan yoki bo'lmasam uncha bunchaga ichidagi gapni chiqarib aytmaydigan og'ir va zimin ayollarimiz uchun juda ham mos deb ayta olaman va ularni birozgina bo'lsa ham yanada xushchaqchaqroq ko'rsatishga sabab bo'ladi. Va e'tibor bering, bunaqangi yashil taqinchoqlar, nafaqat yashil taqinchoqlar, balkim aynan mana shunaqangi yashil rangli har qanday liboslar, sumkalar, oyoq kiyimlar, aksessuarlar barchasi insonni yoshroq ko'rsatadi, 5-6 yoshga kichikroq ko'rsatadi. Ana endi chegirmalarni ko'ryapsiz, 179 ming so'm mana shunaqangi chiroyli va bundan ham tashqari nima desak bo'ladi, aynan nafis, nozik, yuqori did egalari uchun aynan bitta uzukda shunaqa ham nafislik bo'lsin, ham noziklik bo'lsin, ham tutqu bo'lsin deydigan ayollarimiz uchun juda ham chiroyli. Qarang, ham sokin, ham jiddiy, ham juda ham juda ham kam gapirmas, kam gapi bilan ham atrofni o'zidagi o'sha aurasi bilan atrofni to'zon qilib yuboradigan ayollar uchun aynan 139 ming so'mlik chegirmalar, juda ham zo'r chegirmalar berildi. KG 376 mahsulot kodi. Agar siz bu uzuqni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ayni mavrida e'tibor bering, markiz shaklidagi qiralangan toshlar va bir donagina tomchisimon shaklda qiralangan yashil kristallar va oq pionitlar juda chiroyli bezak berib turibdi. Bu taqinchoq esa aynan sizga juda ham yoqadi. Bu taqinchoqni taqqaningizda-chi, faqatgina go'zalligi, chiroyliligi uchun emas, balkim sizga beradigan kayfiyati bilan har bitta qo'lingizga qaraganingizda, "Vo, mana shu uzuq meniki, juda chiroyli" deb o'zingiz ichingizdan xursand bo'lishingiz uchun taqishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Har hamma joyga ketaveradi. Ayniqsa yozda mana shunaqangi gulchali bo'lganligi uchun ham yana ham o'sha qo'lingizni yoshroq, qo'lingizni yanada o'sha nima desak bo'ladi, nozikroq, nafisroq harakatlaringizda ohistalik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan ushbu uzuk sizga taqdim etilyapti. Hozirda esa ushbu uzukning o'lchamlari soni cheklangan, vaqtimiz ham cheklangan hattoki. Shuning uchun ham siz qo'ng'iroq qiling buyurtma berishga. Shuning uchun ham siz hozir qo'ng'iroq qiling va o'lchamlari tugab ketishidan oldin mana shu taqinchoqni o'zingizniki qilib egallab oling, boshqa birov sotib olmasin. Chunki bu taqinchoqlar uchun biz hozir qo'ng'iroq qilganingizda sizga pul to'lang demaymiz hech kim. Agarki siz pulimni ishlatib qo'yaman, men oldindan to'lab qo'yganim yaxshi desangiz, bu sizning ixtiyoringiz. Yoki bo'lmasa taqinchoq menga avval yetib kelsin, men keyin to'lovni qilaman desangiz ham, bu sizning tanlovingiz. Biz tanlovingizga hurmat bilan qaraymiz va to'lovni istasangiz oldin, istasangiz yetkazib berilganidan keyin ham amalga oshirishingiz mumkin. Shuning uchun ham o'zi e'tibor bering, 139 ming so'm va taqinchoqning ustki qismiga ham tilla suv yurg'izilgan. Shuning uchun ham e'tibor bering, oddiy bijuteriyalardan juda ham farq qiladi ishlanishi tomonidan, sifatlari tomonidan va yaltirashi tomonidan. Go'yoki biz o'sha nima desak, zumrad uzuq, tillada ishlangan zumrad uzuqni ko'rayotgandik va unga brilliantlar bilan bezak berilgandek juda ham nafis ishlangan. Va endi e'tibor bering, zumrad uzuqlarida ham yoki bo'lmasam tilla uzuqlarda ham sotib olmoqchi bo'lsangiz, bunaqangi dizaynni topa olmaysiz. To'g'ri, siz tilla uzuq olasiz, juda ham qimmatga olasiz. Mana shunaqangi kattalikdagi, og'irlikdagi uzuqlar o'rtacha bo'lishi mumkin agar faqat tilla bo'lsa, ustidagi tosh hech qanaqa zumrad bo'lmasa.
Bo'lishi mumkin 250-300 dollar atrofida yoki endi 200 dan 300 dollar atrofida bo'lishi mumkin tilla bo'lganligi uchun. Lekin endi e'tibor bering, bunaqangi taqinchoqda bunaqangi dizaynni topa olmaysiz. Mana shunaqangi chiroyli, noodatiy dizayn va buni bitta qaraganingizda boshqa joylarda uchratmaysiz. Faqat siz taqasiz va juda ham kam, masalan, hamma o'sha bozordan sotib oladigan trendli taqinchoqlar bo'ladi-ku, unaqa taqinchoqlar emas. Har bitta taqinchoq individual qaralgan, har bitta taqinchoq individual ishlangan. Shuning uchun ham buyurtma bering, mazza qilib taqing, rohatlaning ushbu taqinchoqlardan. Vaqtimiz esa o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa ijozatingiz bilan navbatdagi mana shu chiroyli, shiringina zirakchalarga navbatni bermoqchiman. Juda ham chiroyli ekan, rostdan ham e'tibor bering. Mana shu toshlari ko'zimni juda ham qamashtiryapti. Toshlariga. Wow! Mana bu ziraklar uchun bizga mega chegirmalar va'da qilingan. Demak, nima qilamiz? Yaxshilab kuzatamiz. Umuman boshqa kanalga olishni xayolingizga keltirmang, chunki sababi mega chegirma bo'ladi va bir necha soniyada taqdim etilib, keyin o'tib ketishimiz ham mumkin, chunki bu ziraklar mega chegirma berilganda juda ham narxlarni sindirib yuboradilar. Shuning uchun ham siz diqqatliroq bo'ling. Telefoningizni qo'lingizga olib tayyor turing. Mana bu xuddiki go'yoki pushti brilliantlarni eslatyapti. Qarang, bilasizmi? Pushti brilliantlar oq brilliantlarga qaraganda, o'sha shaffof brilliantlarga qaraganda bir muncha qimmatroq va bir muncha noyobroq va kamyobroq sanaladi. Shuning uchun ham pushti brilliantlarning bozordagi, jahon bozoridagi narxi bir muncha qimmatroq hisoblanadi. Nafaqat narxi qimmatroq, balkim ba'zilar o'sha pushti brilliantni pulini beraman deb turib, ba'zida pushti brilliantlarni ham topa olmaydigan holatlar bo'ladi. Aynan shunaqangi dizaynda ishlangan taqinchoqni sizga 169 ming, to'xtang, yana sovg'alari bilan, ziraklari bilan sizga taqdim etmoqchimiz. Endi keling, qaysi ziraklar qo'shib berilyapti ekan? Birgalikda. Juda chiroyli, o'ta go'zal bo'lgan taqinchoqlar. Endi bu taqinchoqni qanday qilib sizga ko'rsatsam? Bitta qaraganingizda o'zingiz ham bilasiz, sizning sevimli o'sha malikangizning dizaynidan. O'sha malika qaysi malika ekanligini o'zingiz topasiz. Hozir men aytaman, agar siz birozgina hofizangiz qiynalsa, men sizga o'zim eslatishga harakat qilaman. Lekinchi bu taqinchoq safirlarni eslatadigan, ya'ni safirlarni hamchi juda ham noyob turini eslatadigan. E'tibor bering, safirlar o'zi ko'm-ko'k toshlar bo'ladi-ku. Endi tasavvur qiling, mana bu ziraklarda bunaqangi ko'm-ko'k emas, birozgina ochiqroq soyalar va nurlar ko'rsatilgan ajoyib bo'lgan taqinchoq. Wow! Wow! Ko'ryapsizmi? Chiroyliligini qarang, bu taqinchoqlarni, go'zalligini qarang. Endi bu taqinchoqni aytayapman. Qaysi nimaga o'xshatayotganingizni bilasizmi? Nimaga o'xshayapti bilasizmi? Wow! E'tibor bering, mana bu Malika Diananing kolleksiyasidagi ziraklarga o'xshaydi. Xuddi shunaqa taqinchoqlar, uzuklar va marjonlar, bilasizmi nima bo'lgan? Malika Diananing kolleksiyasida bo'lgan va hozirgi kungacha juda ham qimmatbaho hisoblanadi va qadr-qiymati juda ham yuksak. Ana endi sizga mana shu ziraklar mutlaqo sovg'aga taqdim etilyapti. Men sizga mana shu ziraklarni taqib ko'rsatmoqchiman, sovg'aga taqdim etilayotgan ziraklarni faqatgina vaqtimiz yetsa taqib ko'rsatishga harakat qilaman, chunki narxlarni ko'ryapsiz, otiga 169 ming zo'r chegirmalar berilgan va aynan mana shu chegirmalarda bitta zirakni olganingizda ikkinchi o'shanaqa hashamatli. Bilasizmi, bu taqinchoqni aynan mana shu ziraklarni Yevropada insonlar do'konlarda ko'rishsa, juda ham choshilib borib o'sha olib qo'yishadi. Deyarli masalan sotuvga chiqsa 1 soatga qolmasdan tugab ketadi. Chunki bilasizki, barchangiz o'sha butun Yevropa bo'ylab, ya'ni yoki Angliya bo'ylab juda ham ko'p insonlar, butun dunyo bo'ylab hamma yaxshi ko'radi Malika Dianani va uning kolleksiyasiga insonlar juda katta qiziqish bildirishadi. Shuning uchun ham bunday taqinchoqlar, bunday dizayndagi taqinchoqlar hech qachon qolib ketmaydi va biz bugun sizga mana shu taqinchoqlarni mutlaqo sovg'aga taqdim etmoqchimiz. Endi ko'rishingiz mumkin, qanaqa ko'rinishini. Juda chiroyli ko'rinadi, o'ta chiroyli. Rostdan ham o'sha Malika Diana nima taqishni bilganlar juda chiroyli. Qarang, bitta taqdim elegantlilik qo'shildi. Ko'rinishingizga elegantlilik, qimmatbaholik, yana bir shunaqangi bir o'ziga jiddiylik qo'shilgandek bo'ladi va eng zo'r tomoni aslzodalik. Aslzoda oqsuyak xonimlarning taqadigan ziraklariga o'xshab shunaqangi sizga ham boshqacha bir
o'zingizning xatti-harakatlaringizda o'zgarishlar bag'ishlaydi. KF118 mahsulot kodi qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. Shunaqangi taqinchoqlarni o'tkazib yubormang, keyin attang qilishingiz aniq, chunki bu taqinchoqlar oddiy taqinchoqlar emas, o'zingiz ham bilib turibsiz. Har bittasi judayam qimmatbaho kolleksiyaga ega bo'lgan, o'sha katta qimmatli brendlardagi yoki bo'lmasam qimmatli o'sha diqqatga sazovor mashhur insonlarning kolleksiyasidan taqdim etilyapti va juda ham chiroyli narxlarda taqdim etilyapti. Shunday ekan, siz ushbu taqinchoqlarga tezroq qo'ng'iroq qiling va buyurtmalaringizni bering. KF118 mahsulot kodi qo'ng'iroq qiling, buyurtmangizni rasmiylashtiring va biz sizga chiroyli taqinchoqlarni uyingizgacha yetkazib beramiz. Ana endi esa juda ham zo'r taqinchoq bor. Yana bu taqinchoqni nima uchun aytmoqchiman? Aynan menga eng yoqqan tomoni bu taqinchoqni nikoh uzugi sifatida taqish mumkin. Shuning uchun ham bu taqinchoqni bilasizmi nima qilish mumkin? Aynan turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarimiz, turmushga chiqish arafasida turgan qizlarimiz bo'lsa yoki o'g'lingizni, jonajon o'sha erkatoy pahlavonlaringizni uylantirmoqchi bo'lsangiz, hurmatli xonimlar, ayollar, aynan o'g'lingizga, keliningizga o'sha sovchilikka borganda yoki nikoh paytida taqiladigan uzukni nima qanaqa uzuk bo'lishi kerak ekan desangiz yoki mana shu uzukni tanlashingiz mumkin. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek umuman urfdan qolmaydi. Ham brilliantcholari ham joylashtirilgan, o'ta go'zal qilib ishlangan ushbu uzukni bemalol merimiga va nikoh uzugi sifatida ham taqish mumkin. Endi merimiga demaylik. Endi chegirmalarni ko'ring. 199 ming so'm. Mana shu to'yning tashvishlari, xarajatlardan bezor bo'lib turganingizda sizga shunaqangi zo'r arzon narxlarga taqinchoqlar chiqaversa yoqadimi? Albatta yoqadi. Hammaga yoqadi. Chunki bilamizki, to'y qilish oson emas, ayniqsa bizning o'zbek madaniyatimizda, o'zbek milliy madaniyatimizda aynan urf-odatlarimizga sodiq qolgan holatda to'ylar qasur-qusur, gumbur-gumbur to'ylar bo'lmasa bo'lmaydi. Juda ham yaxshi, eng zo'rini qilishga harakat qilishadi insonlar, o'zida borini, eng yaxshisini farzandlariga ravo ko'rishadi va eng chiroyli to'yni o'tkazishni harakat qilishadi. Shuning uchun ham katta pul sarflanadi, katta xarajat degani. Lekin o'sha paytda esa taqinchoqlar xuddiki o'sha to'yga ketgan pulning deyarli yarmi o'sha tilla taqinchoqlar yoki bo'lmasam brilliantlar, mana shunaqangi kumushlarga ketadi. Endi tasavvur qiling, siz shunchalik bitta zanjir oldingiz, bilaguzuk oldingiz, uzuk oldingiz, zirak oldingiz tilla. Lekin qolganiga endi faqatgina hamma kiyimlaringiz bilan bir xil qilib o'sha tillalarni taqavermaysiz-ku, to'g'rimi? Tillaga o'xshalgan, ustidagi qismi tillasi yurg'izilgan va narxi jihatdan eng asosiysi juda ham zo'r, to'g'ri keladigan ushbu taqinchoqlarni men sizga taklif qilmoqchiman. Ansamblillaringiz bilan, ayniqsa kelin salomlarda, hazoralik qilganingizda aynan chiroyli moslashtirib taqsangiz bo'ladigan taqinchoqlar 159 ming so'm. Shoshiling, mana bu to'ybob chegirmalar bo'ldi. To'yga to'yona mana shu yerda turibdi. Shoshiling, tezroq 129 ming so'm. Ko'ryapsizmi? Mega chegirma bo'ldi bu taqinchoq uchun ham. Siz e'tibor bering. Faqatgina uzukning narxi 129 ming so'm emas. Uzukni olasiz 129 ming so'mga. Ziraklar sizga sovg'aga qo'shib beriladi. Ko'ryapsizmi? Faqatgina bitta taqinchoqni biz odatda yoki bitta zanjir bo'lsin yoki bitta zirak bo'lsin, biz bilasiz 139-139 ming so'mga o'rtacha hisobda sotamiz. Lekin endi mega chegirmalardan alohida paytlarda, u standart chegirma narxini aytyapman. Endi tasavvur qiling, siz uzukni olasiz, sizga ziraklar mutlaqo bepul, yana narxi 129 ming so'm. Shoshiling, mana shunaqangi taqinchoqdan 3 tasini olsangiz, biz sizga 3 ta yana 3 ta sovg'asi bilan qo'shib beramiz. Masalan, siz 3 ta uzuk olsangiz, biz sizga 3 ta zirak qo'shib beramiz yoki bitta uzuk, bitta marjon olsangiz, biz sizga zirak qo'shib beramiz yoki marjon qo'shib beramiz. Mana shunaqangi ko'rsatuvimizdan xarid qiling. 3 ta taqinchoqning puliga 6 ta, 7 ta taqinchoq xarid qilishingiz mumkin. Va butun obrazingizni, butun ansamblillaringizga mos taqinchoqlarni faqatgina bizdan topa olasiz. Chunki bizda yashil rangli taqinchoqlar, ya'ni yashil toshli, o'sha pushti toshli, bu deysizmi, qizil tosh, oq tosh, qora toshli yoki bo'lmasam pushti toshli, yana qaysi rangni aytmadim. O'sha binafshar rangli, har xil, ya'ni hattoki mistik kvars rangli, har xil rangli toshli taqinchoqlar bor. Va bu esa sizning kelinlik rang-barang ko'ylaklaringizga
eng chiroyli obraz bo'la oladi. Shunday ekan, shoshiling, xaridlaringizni amalga oshiring. KF967 mahsulot kodi 129 ming so'mga xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. Ikkita taqinchoq ulgurib qoling, chunki uzuklarning o'lchamlari tugab qolishi mumkin. Mega 20 da shunaqangi chiroyli taqinchoqlarni, zo'r taqinchoqlarni zo'r narxlarda xarid qilib oling. Qolgan pulingiz yoningizga qolsin, boshqa narsaga ishlatasiz. Mana shunaqangi katta xarajatlar oldidan tejab qolingan, hattoki 10 ming so'm ham qandaydir foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi ba'zida. Lekin bu yerda 10 ming, 20 ming tejab qolmayapsiz, deyarli kamida bir 50 ming so'mlarni tejab qolyapsiz. Endi tasavvur qiling, 50 ming ham kichkina pul emas hozirgi kunda, masalanda nimadirlar olsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering, pastdagi raqamlarga murojaat qiling, pastdagi raqamlarga murojaat qilib operatorlarimizga bog'laning va sizlar uchun shunday chiroyli taqinchoqlarni go'zal narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. 1 daqiqagina vaqt taqdim etishdi. Keling, men sizga ziraklarning orqa tomonini ko'rsatishga harakat qilaman. Orqa tomoni mana shunaqangi silliq va juda ham tiniq sifatli ishlangan va taqilish uslubiga esa keladigan bo'lsak, inglizcha uslubiga ega. Sariq tilla yurg'izilgan, shuni ham e'tibor bering. Aynan hozirgi kunda kelinlarning sepiga yoki bo'lmasam ko'rmanalarga shunaqangi odatda qizil tilladan ko'ra sariq tillalarni juda ham ko'p olishyapti. Shuning uchun ham sizga ham bemalol tavsiya qila olaman. Istasangiz pulim yonimga qolsin, ham chiroyli taqinchoq taqay desangiz, hozir ba'zidachi kumushlar ham yaxshi, lekin kumushlarning ham dizayni tobora kamayib boryapti-da. Keng tarmoqli dizayn emas-da. Juda ham bir-biriga o'xshash, hammasi zerikarli bo'lib boryapti. Shuning uchun nima qilish kerak? Pulingiz yoningizga qolsin, ustiga tillasi yurg'izilgan, tilladek ko'rinadigan taqinchoqlarni istasangiz oling, ham pulingiz yoningizga qoladi, ham boshqalardan ajralib turadigan eng zo'r taqinchoqlar faqatgina sizda bo'ladi. Qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. Vaqtimiz esa o'z nihoyasiga yetdi va ruxsatingiz bilan biz navbatdagi taqinchog'imizga o'tmoqchimiz. Navbatdagi taqinchog'imiz ham juda chiroyli. Siz kutgan, siz bilgan, sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan zo'r taqinchoqlarimizdan biri. O'ta ajoyib. Bu taqinchoq oddiy taqinchoq emas. Bu taqinchoqning shunaqangi bir o'ziga yarasha tarixi, o'ziga yarasha qobiliyati bor taqinchoqlardan biri va shunchaki taqinchoq sifatida qilib. Buning dizayniga o'zingiz bir e'tibor bering. Tilla uzukka o'xshaydi, lekin ustki qismida KF025 mahsulot kodi bilan xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin va bu taqinchoq juda ham zo'r. Ayniqsa mana bu markazdagi yashil tosh qadim zamonlardan buyon uyg'unlik, yangilanish va hayotiy energiya ramzi hisoblanadi. Aytishlaricha, bunday toshli uzuklarni ayolga ichki xotirjamlik bag'ishlaydi, o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi va omadni o'ziga tortadigan taqinchoq sifatida qaralar ekan. Endi keling, mana shunaqangi omadni o'ziga tortadigan taqinchog'imizni taqib ko'rsatmoqchiman. Vau, mana bu uzukni qarang. Ozgina uzoqroqdan ham bitta ko'rsating. Mana shu butunlay qo'lingizda, barmoqlarda qanchalik. Endi qarang, mana shu oddiy qo'l, hammanikidaqa qo'l, hammamizda ham shunaqa qo'l bor. Faqatgina bu qo'lga taqilgan taqinchoq sizning qo'lingizni boshqa qo'llardan yanada nafisroq, yanada qimmatliroq xatti-harakatlarda ohista-likni, noziklikni ta'minlaydi. Qarang. Kuch, xuddiki bu uzukni taqdim va qo'llarimga kuch olgandek his qildim go'yoki. Endi tasavvur qiling, mana bu narxlarga e'tibor bering. $1069. Deyarli endi mayli. Deylik $1000 desak ham bo'ladi. $1000 atrofida turadi. Mana shunday uzuk va juda chiroyli, qarang, go'zalligini, barmoqlaringizni ham ingichka va ozg'in, uzun qilib ko'rsatadi. Va bundan ham tashqari o'sha bekorgacha, o'sha Xurram sultonimiz bor-ku, o'sha qadimda o'tgan Xurram sulton bekorga shunaqangi uzukni o'zi uchun faqatgina men uchun yaralgan deb o'ziga egalik qilib olmagan. Bitta uzukning orqasidan shunchalik yugurmagan, chunki bunaqa uzuklarni orqasidan yugursa arziydi. 399 ming chegirmalar berildi. Endi sovg'alarni ko'ramiz. Marjon hamda ziraklar sovg'a. Ana endi tasavvur qiling. Ana endi sizda o'sha Xurram sultonning taqinchog'ining birga bir versiyasi emas, birga bir versiyasini ham yaxshi ko'radiganlar bor, lekin xuddi shunaqa emas. O'zimga, masalan, men uchun ishlangan bo'lsin. Masalan, Xurram sulton uchun ham Sulton Sulaymon tomonidan
faqat Xurram Sulton uchun yasalganda, xuddi siz ham aytishingiz mumkin. Mana shu taqinchoqlar faqatgina men uchun yaratilgan bo'lsin, faqatgina menga xizmat qilsin, mening kuchimga kuch qo'shsin, mening energiyamga energiya qo'shsin deydigan bo'lsangiz, marhamat, sizga yangicha dizaynda faqatgina individual ishlangan bu dizaynni boshqa joydan deyarli ko'rmaysiz. Hattoki televizorda hozirgina ko'rsatildi. Sizga $1000lik uzuk ko'rsatildi. O'shanda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu taqinchoqqa o'xshalmaydi, boshqacha, juda chiroyli. KF025 hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering, chunki biz sizga buyurtma berishingiz uchun, yana bir qadam tashlashingiz uchun biz sizga yana bir qadam tashlaymiz. To'g'rirog'i, men sizga bir qadam tashlayman va sizga boshlovchi sovg'asini taqdim etmoqchiman, o'zimning sovg'amni. Ya'niki sizga o'ta zo'r bo'lgan, yuzingizni yaltiratadigan maskalar, ya'ni niqoblar sovg'aga taqdim etiladi. Ana endi sizga niqobni ko'rsataman hozir. Niqobni ko'rsataman, siz esa taqinchoqlarga buyurtma beravering, o'ta chiroyli. Siz esa bemalol buyurtma bering, shoshiling, vaqtimiz chunki tig'iz, vaqtimiz kam. Hozir prodyuserimiz katta chegirma bo'ldi, sovg'alar berib yubordingiz, husniyatlarda vaqtni tugatib yuboradilar. Boshqa taqinchoqqa o'tib ketadilar, lekin bu taqinchoq uchun haqiqiy o'sha to'lov qilsa arziydi. 399 ming emas, balkim 599 ming so'm bersangiz ham arziydi, chunki faqatgina uzuk emas. Uzuk bor, ziraklar bor, marjon bor, marjonning ichida zanjir ham bor. Barchasi juda ham zo'r. KF025 mahsulot kodi va siz taqinchoqlarni olganingizda o'sha yuzingizga parvarish qilishni ham esdan chiqarmasligingiz kerak va yuzingizni chuqur namlantiradigan, quyoshdan qolgan dog'larni ochartirishga yordam berib, mimik ajinlaringizni yozib beradigan, ushbu sizni yaltiratadigan niqoblar sizga sovg'aga taqdim etilyapti. Lekin shunda ham birozgina tortinib turgan bo'lsangiz, mana bu chegirmalarni ko'ring. Mana bu chegirmalarni ko'ring. Yana naqd 100 ming so'mlik chegirmalar ko'ryapsizmi? KF025 mahsulot kodi. Qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. Yashil rang, e'tibor bering, mana shu yerdagi yashil rang farovonlik, baraka va yangi imkoniyatlar bilan bog'lanadi. Shu sababli bunday taqinchoq nafaqat obrazga nafislik baxsh etadi, balkim o'sish, ilhom, hayotdagi ijobiy o'zgarishlarni ham ramzi sanaladi. Shuning uchun ham bu taqinchoqni qo'ldan boy bermang. Rivoyatlarga ko'ra, yashil tosh ruhiy muvozanatni saqlashga, ayollik jozibasini yanada oshishiga hamda hayotga bo'lgan muhabbatni, farovon va ezgu voqealarni o'zingizning hayotingizga jalb etishda foydalanilgan. Bejizga nima uchun rostdan ham endi tasavvur qiling. Sulton Sulaymon deylik, o'sha Xurram Sultonga yashil toshdan uzuk yasab hadya qilgan, to'g'rimi? Va Xurram Sulton ham masalan deylik Xurram Sultonga aynan Sulton Sulaymon tomonidan boshqa sovg'alar ham berilgan. Faqatgina uzuk emas, balkim bilasizki, o'sha oilaga tegishli bo'lgan, sulolaga tegishli bo'lgan lola shaklidagi o'sha deylik zumradlardan va yoqutlardan ishlangan, brilliantlar bilan bezatilgan, o'z qo'l bilan yasagan boshqa narsalar ham hadya qilgan. Lekin aynan nima uchun Xurram Sulton faqatgina mana shu uzukni tanlaganligining sababini bilasizmi? Agar kinoni ko'rgan bo'lsangiz yoki kitobini o'qigan bo'lsangiz bilishingiz mumkin. Chunki rostdan ham yashil rangda o'ziga bo'lgan ishonchni yuqoriroq his qilgan, o'zidagi kuchi ortgan, o'zidagi motivatsiyasi ortgan, maqsadlariga bu yanada erishishiga o'ziga o'sha yo'nalish qilib olgan va o'sha uzugini o'zining muhri sifatida tashigan. Shuning uchun ham kimdir uzugiga teginsa, juda ham jahli chiqib, bilasiz, saroyni ostin-ustun qilib tashlagan, chunki undagi energiyani, uzukning ichidagi energiyani u sezgan. Shuning uchun ham o'zining kuch ramzi sifatida aynan o'sha uzukni tanlagan. Siz ham tanlang, siz ham buyurtma bering va mana shunday ajoyib taqinchoqni o'zingizniki qiling. O'ta go'zal. Ana endi esa keling, men sizga ziraklarning orqa tomonini ko'rsataman. Ziraklarning taqilish uslubi inglizcha qulflanish uslubiga ega. Orqa tomonida esa shunaqangi ajoyib tarzda, go'zal tarzda ishlangan inglizcha qulflanish uslubi bor. Uzuklar hamda marjonni ham qarang, marjon ham kattagina va buni ham orqa tomonini ko'rsataman. Ko'ryapsizmi? Xuddiki go'yoki quyoshga ham o'xshaydi. O'ta chiroyli, o'ta go'zal. Endi qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Buyurtma berish uchun esa vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Agarki sizga juda ham yoqqan bo'lsa, so'rab ko'rishingiz mumkin. Agar qolgan bo'lsa, o'lchamlari tugamagan bo'lsa, sizning omadingiz. Ana endi esa qarsaklar va shapaloqlar sadosi ostida biz efir yulduzimizni taklif qilamiz. Juda chiroyli. Bu efir yulduzi sizni boshingizda aylantirib qo'yadi. Chunki bitta narsani aytmoqchiman. Afrika metistini bilasiz, o'zingiz ham shunaqangi to'q rangli bo'ladi, to'q rangda bo'ladi, juda chiroyli.
Wow, ko'ryapsizmi? Mana qarang. Xuddi shunaqangi qopchalar ko'rsatyapman. Siz aytishingiz mumkin, faqat efir yulduzi shu qopchalarda yetkazib beriladimi desangiz, yo'q. Har bitta taqinchoqlarimizni sizga mana shunaqangi qopchalarda yetkazib berishga harakat qilamiz. Voy, yana endi mana bu uzuqni ko'ring. Kaftimda shunaqa chiroyli porlayapti. Wow! Ko'ryapsizmi? Haqiqiy hashamat, haqiqiy o'ta go'zal, dizayni juda chiroyli, juda ham chiroyli. Xuddi shu taqinchoqning ustki qismida agarki brilliantlar yoki oq fenitlar bo'lganida, go'yoki biz uni Mary uzuklari yoki bo'lmasam shunaqangi uzuklar deb nomlar edik, to'g'rimi? Unashtiruv uzuklari deb nomlar edik, lekin e'tibor bering, faqatgina unashtiruv uzuklari yoki Mary uzuklari oq rangda bo'lishi shart emas toshlari. Agarki siz o'zingizning o'rtangizdagi munosabatni, masalan, deylik, turmush qurayotgan insoningiz bilan o'rtangizdagi munosabatni umuman hech narsaga o'xshatmasangiz, faqat biz uchun maxsus, masalan, individual, juda ham maxsus yoki bo'lmasam shunaqangi juda ham bir biz o'zgachamiz deydigan bo'lsangiz, sizga o'zingizni xuddiki o'sha munosabatingizning o'zgachaligining ramzi sifatida o'zgacha uzuklarni tavsiya qilaman. Hammaniki bilan bir xil bo'lishi shart emas. Sizda boshqacharoq, chiroyliroq bo'lishi mumkin. Chegirma narxlariga keladigan bo'lsak, 299 ming so'm. Ziraklar esa sovg'aga taqdim etiladi. Endi ziraklar. Voy, bu zirakchalarni qarang, chiroyliligini. Shunaqangi yaltirayapti, qarang. Hattoki o'sha binafsha rangli toshning ichiga e'tibor qarating, toshning ichiga e'tibor qarating. Yaltirashini qarang. Wow, uzuqning yaltirashini qarang. Juda go'zal, o'ta hashamatli va shohona taqinchoqlardan biri. Haqiqiy o'sha deylik. Men ana shu taqinchoqqa qaraganimda, shunaqangi dizayn taqinchoqqa qaraganimda, o'sha Oloviddinning chirog'i kino bor-ku, bilasizmi Oloviddinning chirog'i? O'sha chiroq, o'sha Oloviddinning chirog'idagi malika bo'ladi-ku, malikaning ismi esimga kelmay qoldi. O'sha malikaning o'sha dizayniniga o'xshataman. Kim edi ismi? Eslatib yuborasizmi, hurmatli prodyuserimiz? Kim Oloviddinning chirog'idagi malika bor-ku? Jasmin, albatta, ha, rahmat. O'sha Jasminning deb nima desak bo'ladi? Malika Jasminning ko'proq tarziga oid bo'lgan taqinchoq. Mana shunaqangi to'q binafsha rangdan bilamizki, o'sha arab amirliklariga tegishli bo'lgan, chunki u yerda hashamatli taqinchoqlar, juda ham ko'p tillalar, oltinlar, qimmatbaho toshlar. Shuning uchun ham aynan Jasminning boshida yoki bo'lmasam qasavalarida, tojlarida ham, xuddi u taqinchoqlarida yoki liboslarida ham qimmatbaholikning ramzi sifatida shunaqangi dizayndan yoki shunaqangi rangdan foydalanishgan. Ana endi chegirmalarni qarang. Wow, nimalar bo'lyapti? Efir yulduzi bizni qoyil qoldiryapti. 179 ming so'm. Endi tasavvur qiling, faqatgina ziraklar sovg'aga emas, balkim yana bitta sovg'amiz bor ayollarimiz uchun. Bilaman, barcha ayollar, butun dunyodagi hamma ayollar taqinchoqlarni yaxshi ko'rishadi va ikkinchi yaxshi ko'radigan voz kechirmas narsalar bu kosmetika vositalari va kosmetikaga oid bo'lgan narsalarni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Ular taqdim etilganda ko'zimizni yuma olmaymiz va biz sizga mana shunaqangi kosmetikangizni saqlashingiz uchun chiroyli kosmetikani, aynan shunaqangi nima desak bo'ladi, Jaguar, ya'niki sizning o'sha juda ham ko'p Versace brendiga ham oid deb aytaman. Chunki ko'plab mana shunaqangi Jaguar shakldagi uzuklar juda urf bo'lib ketdi-ku, yo'lbarsni yoki qoplonning ramzi bo'lgan uzuklar. Xuddi shunaqangi sizga kosmetikani ham sizga taqdim etamiz sovg'aga. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. KG 381 mahsulot kodi uzukni olasiz efir yulduzi sifatida, sizga esa mana shu ziraklar hamda kosmetika sovg'aga taqdim etiladi. Yangi kolleksiyadan to'yib bahramand bo'ling. Juda ham go'zal, o'zgacha tarzda ishlangan, e'tibor bering. Yon tomonlariga e'tibor bering. Oddiygina yon tomonlari emas, balkim o'sha yon tomonlarning orasiga ham oq fenitlar bilan tizilib, chiroyli qilib chiqilgan. To'rt tomonidan mixchalar bilan qotirilgan va umuman toshga ziyon yetmaydi. Tosh umuman tushib ketmaydi, sinmaydi. yoki bo'lmasam o'sha o'z rangini yo'qotmaydi. Shunday ekan, o'zingizni agar garderobingizda yoki brilliantlaringiz bo'lsa, albattaki bo'lishi mumkin, yoki tilla taqinchoqlaringiz, kumushlaringiz bo'lsa, endi yangilik kiriting. Masalan, yashil rangli taqinchoqlar olishingiz mumkin. Mana shunaqangi pushti emas, binafsha rangli taqinchoqlar, toshlardan ishlangan taqinchoqlarni olsangiz bo'ladi.
381 mahsulot kodi, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ajoyib va g'aroyib bo'lgan uzuklarimiz, ziraklarimiz hamda kosmetikalar faqatgina siz uchun. Efiringizga ulgurib qoling, hashamatliligini qarang. Mana shu uzuk biz aytdik, qaysidir uzugimizga aytdik, onajonlarimiz uchun maxsus, shajara daraxtiga o'xshaydi dedik, qaysidir ayollarimiz aytdik, o'sha Malika Dayananing uzugiga o'xshaydi, shunaqangi malika. Qaysidir uzuklarimiz uchun, taqinchoqlarimiz uchun esa o'sha Xurram Sultonning kuch energiyasi sifatida aytdik. Mana shunaqangi kuchni his qilishni istagan ayollar uchun dedik va qaysidir uzugimiz uchun esa aynan kelinlarga mos dedik. Kelin o'sha nikoh uzugi sifatida taqishi mumkin, mana shunaqangi dedik. Endi tasavvur qiling, bu uzukni kimlar taqishi mumkin desangiz, bu uzuk universal. Masalan, deylik, onajoningizga sovg'a qilsangiz, onajoningizning qo'llarida ham juda zo'r turadi, ideal tarzda turadi. O'zingiz taqsangiz ham bo'ladi, yosh qizlar ham taqsa bo'ladi, o'rta yoshlilar, yosh kattalar hammaga to'g'ri kelib ketaveradi. Masalan, qarang, qayerga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, deylik, yosh qizlarga qayerga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ziraklari bilan juda chiroyli turadi. Deylik, masalan, yosh katta onaxonlarimizga faqat uzukni o'zi ham juda zo'r turadi. Chunki ular bittagina uzuk taqishmaydi, bilamiz, ularda anchagina ziynatlari ko'p, boshqa taqinchoqlar bilan ham boshqa taqinchoqlariga yanada bitta ton beradi desak bo'ladi. Yanada yorqinroq qilib ko'rsatadi, ochadi, ya'ni taqinchoqlar. Xuddiki liboslaringizni kiyganingizda yoki qandaydir oq rang yoki bo'lmasam qora rang qo'shganingizda liboslaringiz, ko'rinishingiz ochiladi-ku, xuddi shunaqangi rang beradi mana shunday taqinchoqlar. Shunday ekan, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ajoyib, g'aroyib bo'lgan taqinchoqlar sizniki bo'lishi mumkin. KG 381 mahsulot kodi. 14 karatli pushti tilla yurg'izilgan. 14 karatli tillasi yurg'izilgan taqinchoqlar ustki qismiga tillasi yurg'izilgan. Qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering. Ajoyib taqinchoqlar sizniki bo'lishi mumkin. Ana endi sizga zo'r yangiligim bor. Buyurtma bergan bo'lsangiz, ulgurib qolgan bo'lsangiz, siz uchun juda ham xursandman. Ana endi ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Ana endi tasavvur qiling, havo juda ham issiq va quyoshga chiqqaningizda siz o'zingiz shunchalik isib ketyapsizki, yuzingiz, teringiz o'sha issiqdan ta'sirlanmaydimi? Teringiz kuymaydimi? Teringiz zararlanmaydimi? Va mana shu quyosh zarar bergan ta'sirini, o'sha asoratini siz qachon ketadi? 1 yilda ham ketmasligi mumkin, lekin bu yildan bu yilga masalan o'sha asoratlar ketgunigacha yana quyosh chiqadi, yana kuydiradi. Buning natijasida esa yuzingizga dog'lar tusha boshlaydi, yuzingiz xiralashadi yoki bo'lmasam yuzingizda ajinlar paydo bo'ladi. Ana endi men sizga taklif qiladigan mahsulotim siz tanigan bo'lsangiz kerak. O'tgan safar birinchi marta ko'rsatilganda efirda hammasi tugab ketdi. Shuning uchun keyingi safar yo'q bo'lib qoldi va qo'ng'iroqlar juda ham ko'p bo'ldi, so'rashdi. Biz yetib kelgunigacha deyarli bir oygacha biz keltirishga harakat qildik. 1 oyda ketdi bu SPF ni yana buyurtma bilan olib kelgunimizgacha. Endi tasavvur qiling, yana bor efirda. Ushbu SPF yana efirda qarshingizda turibdi. Ishlatganlar bilishadi. Bu safar aytmoqchiman, o'tgan safar olganlar, ishlatganlar ehtiyotroq bo'ling, 2-3 ta olib qo'ying, chunki 2-3 tasi bilan yozingiz, kuzingiz o'tadi. Va aytib o'tmoqchimanki, maslahatim SPF ni qishin, yozin doimiy surish kerak. Shundagina yuzingizga dog'lar tushmaydi, mimik ajinlarsiz, yuzingiz xiralashmaydi. 35-40 yoshingizda ham yuzingiz ancha tetik va yaxshi bo'ladi. Va SPF ni yoshlikdan boshlab ishlatish kerak. Endi yoshlikdan deganim, masalan, o'sha 17-18 yoshdan boshlab ishlatishingiz mumkin. Lekin bu SPFimiz esa o'sha shunaqangi zo'r ayollarimiz uchun, latofatli ayollarimiz uchun. Buning dizaynini ko'ryapsizmi? 149 ming so'mlik narxlarchi. Biz o'tgan safar ham nechta pul narxi bo'lganini eslay olmayman, chunki ancha bo'ldi. Lekin bu safargi narxlar juda ajoyib. SPF kremining ichida niacinamid bor. Niacinamitni bilasiz. Niacinamid kislotasi bu yuzdagi poralarni kichraytiradi, toraytiradi. Qarang, juda ham kam qo'ydim. Endi tasavvur qiling. Mana qarang, o'zingiz ko'ryapsiz. Juda ham yumshoq va tanangizga surganingizda hech qanaqa yog'li effekt qoldirmaydi. Tanangizni, o'sha yuzingizni oqartiradi, ton beradi. Bu SPF ning ustidan tonalkalarga umuman hojat yo'q. Sababi yuzingizga bir xil ton beradi. Yuzingizni qoraygan joylarini ochaytirib ko'rsatadi. Ana endi ko'rishingiz mumkin. Farqni ko'ryapsiz-a? Hozir mana shunday qilib ko'rsatay. Ozgina chiroqlarni pasaytirsak, menimcha tiniqroq ko'rinadi deb o'ylayman. Mana bu
ko'rinyapti. Mana bu oqardi versiyasi. Endi tasavvur qiling, men juda ham qanchalik kam surdim, juda kam surdim. Endi siz tasavvur qiling, yuzingizga o'sha ikkita barmoq bo'yicha olasiz, surishni boshlaysiz, bo'yinlaringizga surasiz, qo'lingizga surasiz ushbu SPFni va eng zo'r tomoni hozir sizga hidiga keladigan bo'lsak, o'sha yoshligimizda onajonlarimizni uppalari, pudralari bo'ladi-ku, o'sha pudralarning hidiga o'xshaydi. Juda ham hidlari mayin, og'ir emas, allergiya chaqirmaydi, yuzingizda oqib qolmaydi. Suv konsistensiyasida bo'lib, yuzingizga surganingizdan keyin tiniq bo'lib singib ketadi. Yog'li bo'lib o'sha osilib, yaltirab qolmaydi. Tasavvur qiling, ushbu SPF ning tarkibida niasinamid bor va bu niasinamid poralarni kichraytiradi. Yuzingizdagi qora tochkalarni, ya'ni qora nuqtachalarni kamaytirishga harakat qiladi va dog'larni pigmentatsiyalarga qarshi ishlaydi, oqartirib beradi. Va eng zo'r tomoni bu SPFni o'sha ajinlaringizning ustiga surganingizda juda ham ko'p holatlar bo'ladi. Minus tomonlari SPFlarni, kremlarni, tonalkalarni ayollarimiz yuzlariga surganlarida ko'z atroflarida o'sha ajinlarning ustida yig'ilib qolaveradi. Mana shunaqangi bujmoq bo'lib qoladi. Lekin bu SPFni surganingizda yuzingizga o'sha yig'ilib qolmaydi. Masalan, o'sha ko'zingizning atrofida chiziq bo'lib qolmaydi, og'iz atrofida oqarib qolmaydi, oqib ketmaydi va eng asosiysi yuzingiz va bo'yningizda alohida ikki xil rang bo'lib qolmaydi va eng zo'r tomoni har qanday yuzga tushaveradi. Masalan, deylik, tonalka yoki SPFlarni tanlayotganingizda yuzingizga mosrog'ini tanlaysiz, BB kremlarni, to'g'rimi? Masalan, yuzingizga mos keladigan tanlaysiz. 01, 02, 03 bo'lishi mumkin. Endi tasavvur qiling, bu SPF krem shunaqangi xususiyatga egaki, masalan, oppoq yuzli ayollarimiz ham, bug'doycha rangdan kelgan yuzga ayollarimiz ham o'sha bemalol sursa bo'ladi. O'zi rang tanangizning rangiga qarab o'zi moslashadi SPF va shuning natijasida esa sizga ortiqchalik qilmaydi. Tasavvur qiling, SPF ning tarkibi quyoshdan himoya qiluvchi krem terini parvarish qilishning eng muhim bosqichlaridan biri. Teringizni quyoshning ultrabinafsha nurlaridan himoya qilishingiz kerak. Masalan, juda ham taniqli kosmetologlar, dermatologlar kimga borsangiz aytishadi. Eng asosiy o'sha qarilikni kechiktiruvchi, masalan, deylik, yuzdagi ajinlarni kechiktirishning eng asosiy sababi 3 ta. Birinchisi, har kuni kechqurun ertalab namlantiruvchi krem surishingiz kerak yuzingizga. Ikkinchisi esa doimiy ravishda, hattoki hovlida yashasangiz, endi domda yashasangiz shart emas, hovlida yashasangiz ham, ko'chaga chiqishmasangiz, o'sha quyosh nuri tushyaptimi, yuzingizda SPF krem bo'lishi kerak. Doimiy ravishda SPFingizni surishingiz, uchinchisi ko'p suv ichishingiz. Mana shu uchtasining natijasida doimiy ravishda shu qoidaga rioya qilsangiz, sizga kosmetolog ham kerak emas, hech qanaqa, masalan, deylik, doimiy ravishda qilganingizda ayniqsa, umuman kerak emas. Kosmetologlar, ukollar, muolajalarga hojat yo'q. Endi tasavvur qiling, ushbu SPFni siz qachongina natijasini sezasiz doimiy ravishda. Masalan, 1 yil, mana meni gapimga ishoning. 1 yil SPFsiz umuman yurmang. Qiyin bo'lishi mumkin ba'zida, esingizdan chiqib ketishi mumkin yoki lekin kechqurun yuvishni ham esdan chiqarmang, chunki yuzingizda qolmasin SPF. Kechqurun yuvib uxlang. Endi e'tibor bering, 1 yil davomida doimiy ravishda har kuni SPF ishlating. 1 yildan keyin do'pposlik qilish uchun esa rasmga tushib oling. Masalan, hozir rasmga tushing, SPFni oling, 1 yil ishlating. Keyingi yil mana shu paytgacha bu SPF bo'lmasligi mumkin. Boshqa SPFlarni masalan doimiy ishlating. Keyingi yil yana yuzingizni rasmga oling. Yuzingiz oqarganligini, yuzingiz tiniqlashganligini, mayda o'sha quyoshdan kuygan yuzning teri kuyadi-ku, o'sha terida kuyish asoratlari yo'qolganligini, hattoki ajinlarning kamayganligini o'zingiz his qilasiz. Yuzingizdagi osilishlar ketganini his qilasiz. Ha, adashmadingiz, bularning barchasini o'sha SPF bajaradi. Shunday ekan, buyurtma bering, qo'ng'iroq qiling. Vaqtimiz nihoyasiga yetdi, lekin men tugatgim kelmayapti, chunki ayollarimiz uchun juda ham kerak. Chunki O'zbekiston sharoitida bilasiz, juda ham ko'p quyosh kuydiradi yuzimizni, shuning uchun ham qo'ng'iroq qiling. Vaqtimiz tugadi. Video lavhaga o'tishimiz kerak. Marhamat, video lavhani tomosha qiling. Eng qizg'in sinov. O'zbekiston yoziga xush kelibsiz. Bu yerda jazirama, havo dimligi va quruqlik sizning doimiy hamrohingiz. Sinovdan qanday o'tishingizni hoziroq bilib oling. Ronik Everest havo sovutgichini taqdim etamiz. Sizning shaxsiy salqinlik va qulayligingiz siz uchun 50% chegirmasi bilan 8 litrlik katta idishga ega yangi model. Ventilyatorlar haroratni pasaytirmasdan, shunchaki issiq havo va changni aylantirganda
Ronik Everest uning aksini qiladi va bundan ham ko'prog'ini. Noyob gidrosovutish va filtrlash texnologiyasi tufayli uni faqat sovutadi, balki havoni namlab, hatto tozalaydi ham. Hamyonbop narxda 3 karra ko'proq qulaylikni sizga taqdim etamiz. Ishonmaysizmi? Meteostansiya buni isbotlashga imkon beradi. Ronik Everest bilan harorat tez orada 10 darajaga tushadi. Namlik esa aksincha yanada qulayligingiz uchun ko'tariladi va o'rnatish yoki elektr uchun katta sarflar bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Sizga faqatgina suv kerak bo'ladi xolos. Idishga suv quying, havo oqimining tezligini tanlang, salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Sovuq va toza havo oqimini his eting. Jaziramada Ronik Everest xaloskoringizga aylanadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va hamyonbop narxda Ronik Everest havo sovutgichiga buyurtma bering. Hoziroq buyurtma bering va siz 50% chegirmani qo'lga kiritasiz. Oddiy ventilyatorlar haroratni pasaytirmaydi. Konditsionerchi sovutadi, lekin uning qimmat narxi va o'rnatilish murakkabligi hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo Ronik Everest bor-ku, nima ham bor? Hamyonbop narxda darhol ishga tayyor va aynan sizga kerak bo'lgan joyda qulay salqinlikni ta'minlaydi. Eksperiment chapda pendan Everest tomonga issiq havo oqimi, harorat 45 daraja. O'ngda Ronik Everest salqin havo chiqyapti. Harorat 25 daraja. Yana isbotlar kerakmi? Konditsioner o'rtacha 1000 watt iste'mol qilsa, Ronik Everest faqat 90 watt iste'mol qiladi. Xuddi oddiy chiroq kabi. Qancha tejashingizni tasavvur qiling. Katta 8 litrli idish kun bo'yi yoki tun bo'yi suv darajasini doim tekshirmasdan va tashvishlanmasdan salqin havodan bahramand bo'lishingizni ta'minlaydi. Ronik Everest g'ildiraklar va maxsus tutqichlar tufayli osongina u xonadan bu xonaga ko'chirilishi mumkin. Uni hatto bolalar xonasiga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ronik Everest konditsioner kabi zararli freon ishlatmaydi. Everestdan bolalar umuman shamollamaydi. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronik Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Ronik Everest havo sovutgichiga 50% gacha chegirma amal qilganda tezroq buyurtma berishga ulgurib qoling. Ronik Everest sovutadi, namlaydi va hatto havoni chang va allergenlardan tozalaydi. Siz uchun 3 barobar qulaylik. Jaziramada faqat Everest idishini suv bilan to'ldiring. Havo oqimi tezligini tanlang va salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Yanada sovuqroq bo'lishini xohlaysizmi? Sizga muz uchun maxsus idishlarni hadya etamiz. Ularni sovutgichga qo'ying va yanada ko'proq salqinlik olasiz. Bu kuchli tetiklantiruvchi shabadaga e'tibor bering. Siz hatto uning yo'nalishini ham tanlasangiz bo'ladi. Shu bilan birga Everest shovqinsiz ishlaydi. Kunduzi chalg'itmaydi, tunda esa uyqungizni buzmaydi. Orzuyingizdagi bebaho salqinlik haqiqatga aylanadi. Bunga 10 minglab mamnun mijozlarimiz allaqachon amin bo'lishgan. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronik Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Jaziramada Ronik Everest xaloskoringiz bo'ladi. Uyingizda salqin havoga erishish juda ham oson. Ronik Everest havo sovutgichiga buyurtma bering va siz uni 50% chegirma bilan olasiz. Keyinga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ana endi esa sizning sevimli mahsulotingiz juda ham kerakli bo'ladigan, hozirgi kunda esa juda zo'r narxda taqdim etiladigan, o'zi 699 ming so'mda taqdim etilayotgan edi. Esingizda bo'lsa, endilikda yana 100 ming so'mlik chegirma bilan 599 ming so'mga xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ronik Everestga hozir qo'ng'iroq qilib buyurtma bering va o'zingizni issiqdan, o'zingizni va yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni issiqlikdan qutqaring. Hozirgi kunda bilasizmi, konditsionerlarning narxi qanchalik darajada qimmat bo'lib ketgan, bilasizmi? Shunaqangi qimmat bo'lib ketgan va issiqligi uchun har doim kunda issiqlashaversa, konditsionerlar ham qimmatlashaveradi. Bu esa nima bo'ladi? Cho'ntakka zarar bo'ladi. Lekin konditsionerlarsiz o'tirish ham uyda hozir bo'lmayapti. Hattoki konditsionerni qo'shganingizda ham isib ketyapsizmi? Men sizga zo'r yechimni aytaman. Barchangiz juda ham ko'p insonlar bilishadi, ko'rishdi, ishlatib ko'rishdi. Juda ham ko'p O'zbekiston bo'yicha yaxshigina tarqaldi. Yaxshigina insonlar Ronik Everest haqida yaxshi fikr-mulohazalarga ega bo'ldi, ishlatib ko'rishdi. Juda ham qulayligini va ancha Ronik bilan komfortliroq ekanligini sezishdi. Chunki konditsionerni sotib olasiz, 300-400 dollarga olasiz, to'g'rimi? Va uni o'rnatish uchun alohida mutaxassis kerak va undan tashqari
har 15-20 kunda uni filtrini tozalash uchun yana alohida mutaxassis chaqirasiz va hattoki siz kun davomida konditsionerni qo'shib qo'yganingizda esa juda ham qanchadir elektr sarfi, bu yana ekstra xarajatlar degani. Va shunday vaziyatlarda esa Ronik Everestni xarid qilgan. Hattoki bilasizmi nima? Uyida konditsionerli bor insonlar ham Ronik Everestga buyurtma berishdi va ishlatishyapti hozir. Chunki atigi 599 ming so'm va uydan chiqmagan holatda mana shu issiqda bozorni konditsionerini ko'rib, aylanib yurib boshingizdan issiq o'tib ketmaydi. Chunki uyingizda o'tirasiz, Ronik Everestni tomosha qilasiz, buyurtma berasiz, uyingizga yetkazib beramiz. To'lovni esa o'sha payt ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Sizning ko'nglingizdagidek yetkazib berilganiga ishonch hosil qilganingizda to'lov qilishingiz mumkin. Endi tasavvur qiling. Uydan chiqmaysiz, Ronikni olib kelib berishadi, shunchaki tokka ulaysiz va u ishlay boshlaydi. Ichiga 8 litrlik sig'ma mavjud, bak mavjud. 8 litrgacha bemalol suv yoki o'zingizning tabingizga qarab muz qo'shsangiz yanada muzdikroq havo chiqaradi. Muzda havoni sovutadi va eng zo'r tomoni aytaymi, faqatgina havoni sovutish emas buning vazifasi. Havoni sovutadi, havoni namlaydi va uydagi bakteriyali, allergiyali chang havo bo'ladi-ku, o'sha chang havoni tozalaydi. O'zi uyimizning xonamizning masalan ko'chada ham havo toza deb hech kim aytmaydi. Havo toza emasligini bilamiz. Endi uyning ichiga kirganingizda ham uyda ham toza havo. Ko'chada toza havo bo'lmagandan keyin uyda toza havo qayerdan kelsin? Va uyning ichida doimiy ravishda yoz kunlarida o'tiramiz-ku, shuning uchun ham biz nafas olamiz, nafas beramiz, o'sha nima desak bo'ladi? Vodorod angidridni o'sha yutamizda o'zimizdan o'sha zararli moddalar chiqaraveramiz. Havo almashmagandan keyin, derazani ochmaganingizdan keyin havo qayerda almashadi? Havo uyning ichi o'sha bakteriyali ob-havoga aylanadi. Va shunday holatlarni bartaraf etish uchun esa Ronik Everestning o'zi ishlaydi. Ya'niki ham xonangizni sovutadi, ham havoni namlaydi, nam, yumshoq havo bo'ladi. Va eng zo'r tomoni havoni filtrlab beradi, ya'ni havoni tozalab beradi. Va siz nafas olayotgan havoingiz esa o'sha bakteriyali havo emas, ya'ni nima bo'ladi? Toza havodan nafas olasiz. Va ishlashi juda ham qulay. Oddiy konditsionerlar quruq havo chiqarib beradi, to'g'ri bilasiz. Quruq havo chiqarib beradi va kun qanchalik tashqari issiq bo'lsa, qanchalik quyosh issiq bo'lsa, konditsioner shunchalik ko'p tok tortadi. Buni bilsangiz kerak. Chunki issiqda shunchalik zo'riqib 2 barobar nagruska bilan ishlaydi konditsionerlar va tok yanada qimmatlashadi. Lekin Ronik Everest uyingizning ichida turadi. Uyingizning ichida turadi. Ichiga suv solasiz, muz qo'yasiz va bir martagina suv va muz qo'yish yetarli. Sababi 12 soatgacha ishlab beradi. Ichidagi 8 litrlik bak tufayli har soat borib tekshirib ichiga suv qo'yib turishingizga umuman hojat yo'q. Atigi 599 ming so'm ko'tarish va xonadan xonaga ko'chirish mutlaqo qulay. Tozalashga keladigan bo'lsak, orqa tomondagi filtrni o'zingiz ochib, bemalol uy sharoitida tozalab, yuvib, quritib, yana Ronik Everestga joylashtirishingiz mumkin. Masalan, yana mutaxassis kelishiga umuman hojat yo'q, pulingiz yoningizda qoladi. Shoshiling, tezroq xaridlarni amalga oshiring. Ronik Everestni allaqachon sinab ko'rishni boshlashgan. Siz ham qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ronik Everestning foydali tomonlari, komfortni beruvchi tomonlarini his qiling va o'zingizni ortiqcha xarajatlardan va konditsionerlarning kuchli sovuq tizimi, quruq va kuchli sovuq tizimi belingizni yoki boshingizni, bo'yningizni, tomonlaringizni shamollatib yuborishi ham bu turgan gap. Konditsionerni yoqsak ham bir g'alva, o'chirsak ham bir g'alva. Shuning uchun ham maxsus tarzda ishlangan Ronik Everestga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ronik Everest Yevropa brendi va Yevropa brendi kompaniya tomonidan 1 yillik kafolat taqdim etiladi. Shu bunday ajoyib bo'lgan imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Shoshiling, tezroq xaridlarni amalga oshiring. Biz esa uyingizgacha yetkazib beramiz azizlar. Ajoyib bo'lgan taqinchoqlar siz uchun maxsus tarzda taqdim etilmoqda. Shunday ekan, ajoyib bo'lgan mahsulotga qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Ana endi vaqtimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Siz esa qo'ng'iroq qilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Bizda esa kutib oling yangi mahsulot. Bugungi ko'rsatuvimizning 1-soatimizning eng so'nggi mahsuloti va eng kerakli mahsuloti. To'g'risini ayting, keling siz bilan yaqinroqdan gaplashamiz. Yildan yilga oynaga qaraganingizda, o'zingizdagi yoshingiz o'tayotganini, oynaga qaraganingizda surgan kremlaringiz oldingidek sizga chiroyli yarashib turmayotganidan yoki bo'lmasam o'sha yuzingizga qaraganingizda osilishlarni yoki oynaga qaraganingizda yuzingizda bo'lgan o'sha отёкlarni ko'rganingizda o'zingiz quvonmayapsizmi? Albattaki, agar odatdagi kremlarni sursangiz ham shunchaki teri yuzasida yog'li qatlam bo'lib qoladi. Nega? Chunki teshikchalar teri yog'i va qora nuqtachalar bilan to'lib qolgan. Oddiy yuz yuvish vositalari esa chuqur nuqtalarni, chuqur narsalarni penkalar tozalay olmaydi, kuchi yetmaydi. Teri buning natijasida nima bo'ladi? Nafas ola olmaydi, kislorod yetishmaydi, taranglik yo'qoladi. Va shunday vaziyatlarda mening qo'limdagi apparat
preparat nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Eng kerakli mahsulotlardan biri. Yangi mahsulot Zargashopda yana ayollarimiz uchun zo'r mahsulotlar va narxlari ham shunga yarasha juda ham ajoyib bo'ladi. Endi tasavvur qiling, teringiz nafas ola olmaganda, kislorod yetishmaganida yanada o'sha osilishlar, shunaqangi otsyoklar paydo bo'la boshlaydi. Teridagi o'sha ko'z atrofidagi qorayishlar. Sizda ham tanish holatmi? Bularning barchasini unpa bilan berkitib bo'lmaydi. Ammo yechim bor va u hozir mening qo'llarimda. Bo'shashgan teri va xiralashgan yuz rangini unutishingiz uchun bugun sizga mutlaqo yangi yechimni taklif etaman. Mana bu qurilmaga e'tibor bering. Bu shaxsiy kosmetologingiz bo'lib, u kuni tun haftaning 7 kuni to'g'ridan to'g'ri uyingizda siz uchun ishlaydi. Tasavvur qiling, kosmetologiyaga borasiz yoki qanaqadir apparatlardan foydalanganingizda, masalan deylik, u hamma uchun bo'ladi, to'g'rimi? Hamma uchun bo'ladi, lekin bu faqat siz uchun. Chunki gigiyenaga ham rioya qilgan bo'lasiz. Faqatgina siz uchun ishlaydi, faqat o'zingiz uchun ishlaydi va bu esa yanada ichingizni xotirjamroq qiladi. Bilamizki, o'sha go'zallik markazlarida doim ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Chegirmalarni qarang. 269 ming so'm zo'r chegirmalar taqdim etildi. Bilasizmi, hamma go'zallik markazlarida ham afsuski gigiyenaga ko'plab e'tibor qaratishmaydi. Bu esa bizni bezovta qiladi. Endi esa siz uyingizda o'zingizning shaxsiy kosmetologingiz bilan ikki xil yorug'ligi bor ichida bo'lishingiz mumkin. Tasavvur qiling, ichida qizil, infraqizil nurlari bor, ko'k nurlar bor. Ikkita nurlar bu. Endi masajyorga siz bir bor qarang. Mana shu yorqin nurni ko'ryapsizmi? Bu shunchaki chiroyli nur emas, bu yuzni davolovchi nurlar. Mana shu nurlar davomida hattoki qimmat kosmetolog yoki dermatolog borganingizda ham yuzingizni mana shunaqangi nurlar bilan davolaydi. Masalan, qizil nurga keladigan bo'lsak, qizil nur sizning yoshlik va tarangligingizning siri hisoblanadi. Mana shu to'yingan yorqin qizil nurni ko'ryapsizmi? Uning to'lqinligi, uzunligi 640 nanometrni tashkil etadi. Go'zallik sanoatida uni ko'pincha yoshlik nuri deb atashadi. Nega? Chunki yosh o'tishi bilan teri hujayralari faolligi pasayadi. Teri faolligi pasayadi, kollagen ishlab chiqarilishi kamayadi. Natijada osila boshlaydi terilarda, mana shunaqangi mimiklarimizni, burunlar atrofidagi ajinlar paydo bo'la boshlaydi. Mana shu qizil yorug'lik nuri chuqur qatlamgacha ta'sir qiladi, hujayralarni faollashtiradi. Yuz atrofi bo'ylab qon aylanishini yaxshilaydi va natijada teri tabiiy kollagen elastiklik ishlab chiqara boshlaydi. Siz mana bu bozordan sotib oladigan kosmetika sifatida ishlatadigan kollagenlaringiz bor-ku, yuzingizga kollagen kremlar suraverasiz. Ular ichki tomonlama hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Hech qanaqa 1% ta'sir ko'rsatishi mumkin, u ham vaqtinchalik. Sizning tanangizda o'zi tabiiy ravishda kollagen ishlab chiqarish kerak va buni esa mana shunaqangi nurlar yordamida kollagen ishlab chiqarish jarayonini faollashtiradi. Tasavvur qilyapsizmi? Endi tushunyapsizmi? Xuddi shunaqangi kollagen ishlab chiqarish jarayoni faollashtiriladi. Mana shu qizil nurlarning natijasida. Endi ko'k nurlarga keladigan bo'lsak, masalan, ko'k nur bu nima uchun kerak bo'ladi? Ko'k nur bu sizning kengaygan teshikchalaringiz, yallig'langan yog'li yaltirashlar yoki akne, masalan, qachondir sizda akne bo'lgan, uni izidan qolgan teshikchalar va o'sha teshikchalarning to'lib qolgan ichlari, qora nuqtachalar va yoki poralar, katta yuzingizdagi teshiklar va juda ham 2x barobarda tezlash, masalan, yog'lanish effekti yuzingizda doimiy ravishda yog'lanish, mana shunaqangi holatlar bo'lsa, ko'k yorug'lik terini toza saqlashga yordam beradi. Teshikchalardagi bakteriyalar faolligini kamaytirib, terini tinchlantiradi va qizarishni hamda noqulaylikni kamaytiradi. Shuningdek, ortiqcha yog'lar ajralishini nazorat qiladi. Yuz teri tagidagi yog' ajralib chiqish bor-ku, yallig'lanish kuchli bo'lgan shu yuzning tagini o'sha yallig'lanishni sokinlashtiradi. Masalan, ba'zilarning yuzi juda ham agressiv bo'ladi, bilasizmi? Oddiy suvda yursangiz ham qizarib ketadi yoki nimadirlar bo'ladi. Kremlar surishga juda qo'rqishadi. Shunday paytlarda ko'k nur yuzni tinchlantiradi. Yuz sokinlashadi. Qizil nur yuzdagi o'sha hujayralarning effektini tezlashtirsa, masalan, qon aylanishini, buning natijasida yuzingizdagi rang tiniqlasha boshlaydi. Ayniqsa mana bu baqbaqa zonalaringiz, o'sha iyaklaringizning ostidagi yoki bo'yinda qorayib qolgan joylar bor, to'g'rimi? Bo'yindagi chiziqlar, ajinlar, mana shularni yoyib beradi. Va eng zo'r tomoni, ortiqcha yog'lar ajralishini nazorat qilganligi uchun ham teringizdagi poralar toza bo'ladi, tozalanadi. Poralar qachonki tozalansa, ular o'zi tabiiy ravishda kichrayadi, lekin yo'qolmaydi. Bitta narsani aytmoqchiman, poralaringizni yo'qotib beradi deydiganlar bo'lsa, umuman ishonmang, chunki bu poralar orqali bizning yuzimiz nafas oladi. Bu teshikchalardan bizning yuzimiz nafas oladi. Bu teshikchalar yopiq bo'lmaydi. Shuning uchun ham, lekin ular o'zi tabiiy ravishda ichi toza bo'lgandan keyin kichrayadi va
yuzingizda o'sha yo'qday bo'lib turadi. Bu esa sizning yuzingizni o'sha yog'lanish jarayonini sekinlashtiradi. Ishlatish juda ham qulay. Ikki tomonlama mana shunaqangi bosilib qo'shiladi. Mana bu yerdan esa o'zining vibratsiyasini kontrol qilishingiz mumkin bo'ladi. Teshikchalar yanada ixchamroq ko'rinadi, teri esa silliq va baxmaldek bo'ladi. Ikki xil yorug'lik. Siz uydan chiqmasdan turib o'zingizni teringizni kompleks parvarish qilishingiz mumkin. Endi juda ham ko'p ayollarimiz o'zlariga oro berishni yaxshi ko'rishadi, lekin umuman o'sha kosmetolog joylarga yoki go'zallik markazlariga borishni istashmaydi. Endi sizda tasavvur qiling, 4 barobar yechim, 2 barobarlik kuch bilan ishlatish juda qulay. Mana qarang, yon tomonida o'zining zaryadlash mexanizmi bor. Mana shu yerda qanaqangi oddiy Galaxy bor bo'ladi-ku o'sha USB oddiy kabel bilan zaryad oladi va bundan keyin bemalol ishlatishingiz mumkin. Yuzingizni o'sha mana bu kontur qismlarini chiqarib beradi va mana bu yerdagi osilishlarni yo'qotadi. Yuzingizga lifting effekt beradi. Shoshiling, tezroq xaridlarni amalga oshiring. Yangicha mana shunday O'zbekistonimizdagi uydan chiqmasdan o'zlarining yuzlariga kechki payt 5-10 daqiqa o'zingizga vaqt ajrating. O'zingizning doimiy ishlatadigan namlantiruvchi kremingizni yuzingizga suring va yuzingizga surib massajni qo'lingizda emas, kremni qo'lingizda emas, balkim mana shu massajyorda yuzingizga mana shunaqangi o'tkazsangiz bo'ladi. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi soatimizni birgalikda yakunlab oldik. Endi esa ko'rsatuvimizni shu yerda birinchi soatimizni yakunlaymiz va ikkinchi soat efir yulduzimizga o'tamiz va ko'rsatuvimizni boshlovchi hamkasbim Feruza opa Begaliyeva bilan davom ettirasiz. Marhamat. Voy, mana bu go'zal o'zigimizga bir qarang. Voy, bunaqangi efir yulduzlarini namoyish qilmaganimga qancha bo'lib ketdi va juda sog'inibman. Qarang, gejaklarini, naqshlarini, toshlarini qarang. Voy. Gap bo'lish mumkin emas. Xo'sh, nima qilamiz? Fashion kolleksiyasiga navbatni beramiz. Fashion kolleksiyani birinchi lotini tayyorlab oldim. Fashion kolleksiyamizning birinchi loti ham shokildali, shunaqa chiroyli, zebigardoni bitta turi ekan. Faqat kichkinaroq varianti ekan. Qarang, KG054 mahsulot kodi 796 ming so'm. Boshlang'ich narxi. 5 ta bu yerda shokoldachasi bor ekan. Taqqaningizda ham mana milliy adreslar, atlaslar, choponlar bo'ladi-ku. Ular bilan birga taqsangiz, ko'proq bilasizmi qanaqa taqing? Atlas ko'ylakni o'ziga taqib olsangiz bu bilinmaydi. Chunki uni ham taroqlari bor-da, bilasiz-a? Mana ichingizdan sidirg'a matodan, masalan, deylik, oqishmi, qaymoq rangmi matodan ko'ylak kiyasiz. Ustidan esa, misol uchun, yashil taroqchalari bor bo'lgan adras choponni kiyasiz yoki adras o'sha abayani kiyasiz-da. Buni bo'yningizga taqib olsangiz, voy, tot obrazingiz shunaqa chiroyli bo'ladi. Siz tasavvur qilib ko'ring bitta. KG054 ekan mahsulot kodi, yangi kolleksiya, yangi hech kim ko'rmagan, hech kim taqmagan birinchi bo'lib sizga nasib qiladi. Qanchaga nasib qiladi? Voy, 429 ming so'm. Plus sovg'alari bilan. Sovg'alarini. Demak, siz ziraklarni olasiz bizdan. Qanday yaxshi sovg'alari? Ziraklar, sovg'a qizlar. 55 kodi bilan boshlanadigan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng to'lashingiz mumkin. Ziraklari asal ekan. Qizlar buni olish kerak. Mana qarang. Voy, qarang buni go'zalligini. Mana buni qarang, mana. Wow. Rosa chiroyli tursa kerak-a. Ayniqsa sochlarni o'rib olib, sochlaringizni o'rim qilib, bitta qilib taqim qilib tushirib olasiz yoki ikkita o'rib olasiz. Ikkita o'rib, misol uchun do'ppilar kiyib olishingiz mumkin. 229 ming so'm chegirma bo'ldi. 229 ming so'mga marjon. Mana bunaqa hashamatli ziraklari sovg'a. Voy. Bilasizmi? Yashil rangni yoqtirmaydigan ayol bo'lmasa kerak. Masalan, men ham yaxshi ko'raman, meni onajonim ham yaxshi ko'radilar. Yoki esingizda bo'lsa, o'sha Muhtasham 100 yil serialida Xurram Sultonni ham yashil ko'ziga moslab Sulton Sulaymon yashil uzuk sovg'a qiladi.
qo'li umrini oxirigacha barmoqlaridan yechmaydi o'sha uzukni. Serialni agar oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, ahamiyat bergan bo'lsangiz, o'sha uzuk umrini oxirigacha o'zi bilan birga bo'ladi. Voy, qarang qanaqa chiroyli. Voy, o'zimga havasim kelib ketdi-ya. Voy, oson bo'lar ekan-a, men ham. Voy, qizlar. Juda go'zal. Juda, qarang. Voy. Voy, shunaqa yoqdi. Mana qarang. Mana. Rosa chiroyli. Mana shu yerda agar o'rim sochlari bo'lsa, do'ppilar bo'lsa, milliy liboslar bo'lsa, shunaqa go'zal bo'lgan bo'lardi. Transformer zirak ekan. Ana! Bahonada bilib oldim, qarang. Kichkina qilib taqaman, qarab turing. Ketib qolmang ekranlardan, boshqa kanalga ketmang. Mana shu yerda qoling. Qarang. Voy! Qarang. Voy, muncha zo'r. Hozir shokildaligida endi kichkina zirakka aylanib qoldi. Voy, bir kun unaqa qilib taqasiz, bir kun bunaqa qilib taqasiz. Ikkitasi birda zirak sovg'a ekan. Ikkita zirak sovg'a deb qo'ysak ham bo'lar ekan o'zi aslida. Mayli, endi bitta zirak bo'lib turaversin-u. Endi shunchaki aytib qo'yapman-da. Mana buni marjon qilib taqsangiz bo'ladi, qizlarjonlar. Qarang, mana bu qismini, mana marjon qilib taqsangiz bo'ladi. Men hozir zirakka ulab olaman, mana. Ulab oldim. Mana, voy, qarang, bir deganda. Bir vaqtning o'zida ikkita zirakli bo'lar ekansiz. Ko'rdingizmi? Shunaqa qo'sha-qo'sha bo'lib ketadi bir qarasa bo'lmasligi mumkin, lekin zargashubda unaqa emas. Har doim sovg'alar bo'lgan, har doim sizga zo'r imkoniyatlar bo'lgan. Biz vaqtimizni chekladik. Cheklashibdi vaqtimizni, to'g'rirog'i. Menga qolsa, sizlar bilan kechgacha ham gaplashib o'tiraveraman, lekin afsuski vaqt oliy hakam bo'shatib berishimiz kerak boshqa dasturlarga va shuning uchun ham vaqtimizni cheklab qo'yishadi. KG054 mahsulot kodi, lekin baribir aynan siz hozir mana shu Navoiy telekanalini tomosha qilyapsiz. Bu esa juda ham zo'r. Nega? Nimaga unaqa deyapman? Sababi musiqiy telekanallardan biri. Zo'r kliplar bo'ladi, zo'r loyihalari bor. Demak, 1 daqiqangizdan kamroq vaqtingiz qoldi. Voy, mana buni shokildalarini qarang. Siz gapirganingizda qimirlab turadi, shunaqa shirin bo'lib turadi. Marjonini ham qarang, ko'ryapsizmi? Transformer ziraklari bu yerda ikkitasi birda ziraklar, ya'ni kichkina zirak holatida taqsangiz ham bo'ladi. Mana bunday qilib, ya'ni demoqchimanki, uzunchoq zirak holatida taqsangiz ham bo'ladi. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni esa amalga oshiring. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Kattaligi ham yetarlicha. Boya menimcha o'lchamoqchi edim, keyin boshqa taqish bilan chalg'ib qoldim. Mana 5 santimetrli ziraklar hamda 5 santimetrli marjon. O'zi tengligidan bilgan edim, ikkalasi bir xil chiqishini. Ziraklar va marjon 5 santimetrdan taqqaningizda ko'rimli, chiroyli bo'lib turadi va mana bu ziraklarni bitta kichkina, bitta katta qilib taqsangiz bo'ladi. Ya'ni shu holatida va mana bu shokildasini olib tashlab, mana bu zirak holatida taqsangiz bo'ladi. Barchaga 229 ming so'mga sotib olganlar uchun rahmat deyman. Xaridlarda davomli bo'ling. Biz esa keyingi lotlar tomon yo'l olamiz. Bizda keyingi lot nimalar bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Nimalar bo'ladi? Quyosh ayollarimiz uchun, quyoshdek porlaydigan go'zal ayollarimiz uchun quyosh dizaynidagi mana shunaqangi go'zallik bo'ladi, qarang. O'zini mehrini, tabassumini ulashadi-ku, ayollar ertalabdan turib bolalaridan boshlaydi, kechgacha o'sha oila a'zolari nechta bo'lsa hammasiga o'zini chiroyli tabassumini, yaxshi kayfiyatini bag'ishlashga harakat qiladi. Endi bu uzukimizni quyosh ayollarga bag'ishlaydi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana har bir oilada shunday ayol bor. Uni atrofida butun olam aylanadi. Xuddi quyosh atrofida, quyosh yer atrofida aylanganidek, u mehr ulashadi, qo'llab-quvvatlaydi, oilasini birlashtiradi, o'z xonadonini quyoshi hisoblanadi. Aynan shunday ayollar uchun bu uzuk ishlab chiqarilgan desam bo'ladi. Uni dizayniga e'tibor bering. Markazdagi tosh go'yo yurakni eslatadi. Uni atrofida esa quyosh nurlari kabi nafis qirralar taraladi. Bu atrofdagilarga iliqlik va mehr ulashadigan ayolni go'zal timsoli deyish mumkin. Aynan mana shu chiroyli uzugimizni. Endi narxlarini keling solishtiramiz. Bizda boshlang'ich narxi 824 ming so'm ekan, eksklyuziv taklif 11 ming AQSh dollari. 11.250 AQSh dollari turar ekan. Aynan shunaqa uzuk. Biznikidagi uzuk, romb uslubidagi.
stili esa Art Deco deb ataladi. Ya'ni bilasizmi, 1900-yillardan buyon bu ya'ni yo'nalish, bu stil bor. Mana ko'ryapsizmi? Har xil shu bugungi kungacha 2026-yilga kelguncha bu Art Deco stili har xil shaklga o'zgargan. Har xil degan ma'noda bir xil shakl, shunchaki qaysidir joylarda o'zgargan. Endi mana bu uzugimiz ham Art Deco stilida ishlangan, 1200 yevro, ya'ni 1394 AQSh dollarini tashkil qilar ekan. Uzugimiz ham mayda toshlardan iborat. Ko'rishingiz mumkin, meni barmog'imdagi uzuklarga juda ham o'xshaydi. Ya'ni bu yerda nima demoqchimiz biz? Bu maqsad nima? Mana shu uzuklarni ko'rsatishdan, solishtirishdan. Maqsad shuki, aynan shunaqangi kabi uzuklar hech qachon urfdan qolmaydi. Oradan 100 yil o'tadimi, 150 yil o'tadimi, shakl hech qachon urfdan qolmaydi. Klassika qilib yillar davomida taqasiz degan. Shuning uchun ham 824 ming so'm hozir boshlang'ich narxi edi. Bizda hozir chegirmalar berish arafasida turishibdi. Bitta yagona chegirma bor ekan, 299 ming so'mdan va marjon ziraklar sovg'a bo'lar ekan. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib beramiz. Marjoni ham kattagina. Ziraklarni ko'ramiz hozir. Ziraklari ham kattagina. Juda ham go'zal. Xo'sh, 11 minglik uzugimiz. Bizda esa 299 ming so'm. Mana bu kolleksiyani qarang, chiroyliligini. Marjon va ziraklar sovg'a. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qarang, oppoq toshlar baribir boshqacha ko'rinadi. Klassika hech qachon urfdan qolmaydi. Yillar davomida taqishingiz imkoniyatini beradi. Yana bir qiziqarli jihatlarga e'tibor beramiz. Agar siz dunyodagi mashhur auksionlar kataloglarini yoki nodir vintaj zargarlik buyumlarini jamlagan afsonaviy o'sha brendlarni, kolleksiyalarini ko'rsangiz, aynan shu uslubdagi ko'plab taqinchoqlarga duch kelasiz. Va bu misol uchun buyuk Art Deco davrining uslubi hisoblanadi. Hashamat, mukammal geometriya, nozik did mujassam bo'lgan bu uslubni Gollivud yulduzlari ham, qirollik vakillari ham, o'sha oldingi zamonlarda qirolichalar, malikalar ham juda yaxshi ko'rishgan. Zargarlar bu uzukda eng qudratli va eng iliq ramz, ya'ni chiqayotgan quyoshni mujassam etishganligini aytishyapti. Bundan tashqari markazda go'yo koinotimizni o'sha yuragi singari yirik va musaffo kristal porlab turibdi. Ahamiyat bersangiz, mana yirik va musaffo kristalni bu yerda o'rnatganlar. Endi esa qarang, undan qanday qilib mukammal ishlangan aniq qirralar quyosh nurlari kabi taralmoqda. Voy, ahamiyat bering, qanaqa mukammal va quyosh nurlari, o'sha zarra nurlari porlab turganga o'xshaydi. Ko'ryapsiz-a? Mana bu ziraklarimizni tepa qismi ham bor. Qo'llarimda ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Quloqlar suprasini yopadi. Mana ko'ryapsizmi? Yopadi. Ingliz qulfi tarzida ishlangan. Taqqaningizda juda chiroyli turadi. Kostyumlar bilan, o'sha kostyum yubkalari bilan, har xil o'sha bryuchni kostyumlar bilan birgalikda taqqaningizda ham shu chiroyli sizni chiroyingizni ochadi va yanada go'zallashtiradi. Palazzo deylik shimlar bilan bluzkalar tanlaysiz va chiroyli o'sha oyog'ingizga kichkina deylik kichkina poshnachali bosonushka tanlaysizda, kichkina sumочкani o'zingizga hamroh qilib olsangiz, mana shu taqinchoqlar bilan juda ham chiroyli, elegant, juda ham bir boshqacha stilda turadi. Demak, qo'ng'iroq qiling, buyurtma bering, hoziroq 55 kodi bilan boshlanadigan telefon raqamlarimizga bog'lanib xaridlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Matluba opa iltimos qilibdilar Toshkent shahridan bizdagi mana shu marjonni o'lchab berishimizni. Marjon yaxshi ko'rar ekanlar juda ham, 3 sm, 3 mm ekan Matluba opa. Uzugimizni ko'ramiz. Qaynonalariga olar ekanlar 2 sm 1 mm va ziraklarimiz ahamiyat bering 2 sm 8 mm ekan. Matluba opa, demak ziraklarimizni, uzugimizni, marjonimizni o'lchab ko'rsatdik. Yaxshigina katta, bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berib xarid qilib olsangiz bo'ladi. Sovg'a qilgan insoningizni xursand qiladi, chunki toshlari brilliantdek porlaydi. Vaqtimiz esa afsuski tugadi. Eksklyuziv kolleksiyamiz edi. Eksklyuziv kolleksiyamiz talash bo'lyapti. Siz ham foydalanib qolishni unutmang. Endi esa keyingi lot tomon yo'l olamiz. Bizda voy, chiroyliligini, voy, qarang, rangini qarang buni. Bugun dasturimizda yashil toshlardan, taqinchoqlardan boshladik.
Keyingisi oq bo'ldi. Mana endi moviysiga o'tdik. Juda ham zo'r. Moviy osmon rangidagi feruza rangli trilliant uslubida qirralangan pionit toshdan ishlangan go'zallik. Go'zallik. Qarang buni. Nafis ko'rinadi qo'llaringizda, barmoqlaringizda. KE1023 mahsulot kodi. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Hozir ba'zilar o'ylashi mumkin-da, voy, hali chegirma berishmadi-ku deb. Chegirma bermasdan avval qo'ng'iroq qilishni boshlasangiz, mana hamma ham sizga o'xshab hozir o'tiribdi, birdaniga qo'ng'iroq ko'payib ketadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Qo'ng'iroq qilish kerak oldindan. 725 ming so'm boshlang'ich narxi ekan va 169 ming so'mga chegirmaga tushdi. Plus marjoni sovg'a bo'lar ekan. Oho, juda ham zo'r. Qani ko'raylikchi marjonini. O'zini to'plamidan ekan marjoni ham. Qanday yaxshi. Menga yoqdi. Bu taklif menga yoqdi. Qizlarjonlar, qarang. Pushti tili suv yurg'izilgan premium bijuteriya zanjiri bilan birga ketadi marjoni. Assalam. Chiroyliligini qarang. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. 169 ming so'm. O'zikni olasiz, marjoni sovg'a bo'ladi. KE1023 mahsulot kodi. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Fashion kolleksiyani ham bilasizmi, o'ziga yarasha xaridorlari bor. O'ziga yarasha taqiladigan joyi bor. Misol uchun, har kuni kundalik uchun sayrga, u yerga bu yerga ko'chaga chiqqanda har kuni uyda taqib yurishga ham juda ham qulay. 2 daqiqa oltin taymer berilar ekan. Bu nima degani? 2 daqiqa oltin taymer nima degani? Qo'rqib ketyapman. Narxi demak juda zo'r bo'ladi. O'zi xursand bo'lishim kerak. Shunchaki qanaqa, 129 ming so'mga o'zikni olasiz. Marjon sovg'aligicha qoladi. Marjon sovg'aligicha qoladi. Mana shu 2,5 daqiqa ichida 2,5 daqiqa vaqt berildi. O'zi 2 daqiqa edi, uzaytirishdi. Ko'plab talab va istaklarga binoan ko'pchilik aytadi, "Voy, ulgurmaymiz, juda tez o'tib ketasiz." "Voy, deb qo'yishadi-da. Xo'p, mana deb sizga mana chegirmalardan tashqari oltin taymer ham ko'paytirib berdik 2,5 daqiqaga. Uni ham allaqachon yarim daqiqasi o'tib ham ketdi. Sizga esa shoshiling degan bo'lardim. Chiroyli tursa kerak, aynan bularni taqqaningizda. Buni agar ziragi ham bo'lganda edi, juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi, lekin mayli, ziraksiz ham hozir juda ham bir boshqacha ko'rinyapti. O'zingizdan boshqacha biror bir toshi qizilmi yoki bo'lmasam qizil, ya'ni qaysidir ma'noda o'sha pushti tili suv yurg'izilgan tillangiz bor-ku, unga oq tosh o'rnatilganmi demoqchi bo'ldim. Chalkashib ketdim, chunki bu yerda boshqa taqinchoqlar ham bor. Negadir qizili yo'q ekanmi deb o'ylagandim va qizil tilimga keldi. Qarang, dildagi tilga chiqadi deganlardek. Aynan mana shu marjon o'zigimizga tilla ziraklaringizni moslab bemalol taqsangiz bo'ladi. Boshqa birorta tilla ziraklaringizni. 129 ming so'm so'nggi imkoniyatdan foydalaning, ulguring, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Biz esa O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Oltin taymeringiz ham qarang, allaqachon 1 daqiqasi qolyapti. Bizga hozir qo'ng'iroqlar yog'ilishi boshladi. Bunaqasi bo'lmagan. Surpriz lotlardan biri bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ham so'nggi imkoniyat ham mana qo'yilibdi. Flashkasi, ya'ni demoqchimanki, siz o'zikni olasiz, KN1023 kodini aytasiz. O'zikni xarid qilib olganingizda marjon sizga sovg'a bo'ladi. Marjon bilan mana bu zanjiriga ahamiyat bering. Bu roman zanjir taqqaningizda chiroyli turadigan bu roman zanjiri ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Qarang, voy, mana qarang. Ko'ryapsizmi? Porlashni qarang, video lavhada, barmoqlarimda. Voy, mana. Juda ham yoqdi menga. Mana shunaqa ranglarni yaxshi ko'raman. Pushti, oq yoki mana shunaqa moviy, feruza ranglar baribir yoshlarni ham ochadi, yosh kattalarni ham ochadi. Umuman olganda hammaga yarashib ham ketaveradi. 13, 12, 11, 10 vaqtimiz tugab boryapti. 129 ming so'm bor yo'g'i o'zigimiz. Mana bu marjon esa sizga mutlaqo bepul sovg'a. Biz esa davom etamiz. Keyingi lotlar tomon yo'l olamiz. Bizni mana shunaqangi go'zallik kutayotgan ekan. Chiroyliligini. Xo'sh, qizlarjonlar, qayerdasiz? Bormisiz, omonmisiz? Mana buni qarang. Wow, brilliantdek porlashni qarang. Eksklyuziv taklif ekan bu ham. Voy, mana buni qarang. Mana.
Hozircha operatorimiz to'qlashtirib beradilar. Mana qarang, yonishini qarang. Voy, ko'ryapsizmi? Men buni taqib olaman, siz esa ko'rasiz. Voy, rosa chiroyli turar ekan taqilganda ham. 769 ming so'm. Voy. Haqiqiy brilliantga o'xshaydi-ya. KG 413 mahsulot kodi 769 ming so'm. Aynan bizni shu o'zligimizni narxi eksklyuziv kolleksiya. Pushta tili suv yurg'izilgan 14 karatli, pushta tili suv yurg'izilgan premium bijuteriya. Bitta yagona chegirma bo'lar ekan, qanaqa chegirma bo'ladi hozir ko'ramiz. 189 ming so'm. 189 ming so'mga ham muzikni olasiz, ham biz sizga ziraklarni sovg'a qilamiz. Qanday yaxshi. Ziraklar eng kerakli aksessuarlardan biri hisoblanadi ziraklar. Chunki o'lcham tanlamaydi, hammaga mos keladi. Muzikni o'zingizga olib qolib, zirakni sinfdoshingizga, kursdosh qiz dugonangizga yoki boshqa umuman yaqin dugonangizga, xullas kimga ravo ko'rsangiz ziraklarni sovg'a qilsangiz bo'ladi. Ammo hozir shunaqa javob eshityapmanki, yo'q, o'zimga olib qolaman, o'zim ham maza qilib taqaman deydigan javoblar ham yo'q emas. To'g'ri, o'zingizga ham olsangiz bo'ladi, sovg'aga ham olsangiz bo'ladi. Uyaltirib qo'ymaydi. Qarang. Men sizga bularni o'lchab ko'rsatmoqchiman. 2 sm. Va o'zligimizning dizayni ham 2 sm-ni tashkil qilyapti. Toshchalari yirik, shunaqangi go'zal va betakror. Ko'ryapsizmi? Qo'ng'iroq qiling bizga, xaridlarni amalga oshiring. Hurmatli teletomoshabinlar, menga yoqdi, sizga bilmadim qanday qabul qildingiz, ammo men oq toshli taqinchoqlarni ham yaxshi ko'raman. Sababi hamma rangi mos tushadi. Qora liboslaringiz bo'lsa ham qizil, sariq, yashil, oq, hammasiga mos tushadi, hammasiga. Ayniqsa shu to'qroq ranglar bo'lsa, to'q ko'k, yashil, to'q yashil, to'q qirmizi rang yoki bo'lmasam o'sha xantalni o'sha jigarrangga yaqin rangi, shunaqa ranglar bilan oq yanada ochiladi. Qora ranglar bilan ham juda ham zo'r ochiladi. Demoqchimanki, agar sotib olsangiz, afsuslanmaysiz, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Agar pushtilar bilan yonida uyg'unlashtirganingizda nafislashadi. To'qroq rangli toshlar bilan yoki liboslar bilan yanada ochiladi. Misol uchun o'zini rangiga o'xshagan toshlar bo'lsa, nafis pushti, nafis lavanda rangli toshlar bo'lsa, ular bilan yanada go'zallashadi, nafislashadi. Demak, 189 ming so'm o'zligimiz narxi, ziraklar, sovg'a va bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Ulgurib qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Eksklyuziv takliflardan biri, ishontirib ayta olamanki, narxi ham o'zi ham rosa zo'r. Endi biz voy, qarang qanaqa chiroyli mahsulotga yetib keldik. Jannatim onam. Shunaqa bilaguzuk sotar ekanmiz. Bilasizmi? Bizning hayotimizdagi eng qadrli, eng muhim, eng suyanadigan va har qanday vaziyatda ham ularni tanlaydiganimiz bu onajonlarimiz hisoblanadi. Mana bu go'zallikni qarang. Bizni hayotimiz davomida qo'llab-quvvatlaydigan, bizni o'sha 9 oy qornida ko'tarib yuradigan, keyin esa qo'lida ko'tarib yuradigan va umrining oxirigacha esa qalbida asraydigan insonlar bu albatta onalarimiz hisoblanadi. Qarang qanaqa chiroyli jannatim onam degan bilaguzukni keltirishibdi. Bu bilasizmi, sizning onajoningiz uchun ideal sovg'a bo'la oladi, unutilmas sovg'a bo'la oladi. Bilasizmi, aynan shunaqangi bir siz o'g'ilsiz. Yoshingiz 25 da. Ayni uylanish arafasida yuribsiz. Balki onajoningiz sovchilikka yurgan bo'lishlari mumkin. Sovchilikka yurishni ham o'zi bo'lmaydi. Vaqt kerak, sabr-toqat kerak, salomatlik kerak, quvvat kerak. Onajoningizga shunaqa bir chiroyli, o'zlariga o'xshagan kelin misol uchun olib kelmoqchisiz. Va shu jumladan albatta turmush qurgandan keyin ham onalarni unutish kerak emas. Onalarga har doim ko'ngillarini olib, hol ahvolini so'rab, salomatligidan boxabar bo'lib, buni shunaqangi bayram bo'lmasa ham onajonlarimizga bunaqa sovg'alarni tuhfa qilib turishimiz kerak. Ularni qanchalik ko'ngillari ko'tariladi, tasavvur qiling. Yangi kolleksiya 499 ming so'm chegirma narxi. Ishoning, buchi 499 mingta emotsiyani, hayajonni bera oladi onajoningizga. Men uchun farzandim yozdirib olib kelibdi deb qanchalik xursand bo'ladilar. Mana bu naqshlarini qarang.
399 ming so'mga tushdi. Nega? Bizni onajonlarimizni, munis, mo'tabar onaxonlarimizni albatta bilasizmi, qaysidir ma'noda hissasi borda 399 ming so'mga tushganida. Sababi siz borsiz, sizni duolaringiz bor. Biz albatta mana shunaqangi chiroyli taqinchoqlarni sovg'a qila olamiz sizlarga. 399 ming so'm bizda bilak yuzuk narxi edi, yangi kolleksiya, ammo endi 249 ming so'mga tushdi siz go'zal onalarimiz uchun. KG 417 kodini ayting. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. Voy, har bir yigit, har bir qiz mana shunaqangi bilak yuzuklarni onajonlarga olib berishi shart. Bilmadim qanaqangi chiroyli, bilmadim qanday so'zlar bilan berasiz, otkritkalarga nomalar yozib berasizmi, bilmayman nima qilasiz, chiroyli dil izhorlarini yozib berasizmi yoki o'zingiz aytasizmi yoki shunchaki bu sizga sovg'a deysizmi, bilmadim, ammo bunaqangi bilak yuzukdan keyin onajoningiz aniq 7-osmonga sakraydilar. Qarang, qanaqa go'zal. Ko'ryapsizmi? Haqiqiy tilliga o'xshaydi. Haqiqiy tilla qalingina qilib ishlangan. To'g'ri, meni bilaklarimga hozir biroz katta bo'lishi mumkin, ammo sizni bilaklaringizda juda chiroyli turadi. Juda. Har bir onajonlarimizni bilaklariga yarashadigan qilib ishlangan. Ko'ryapsizmi? Mana. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Qo'ng'iroq qiling. Xaridlarni amalga oshiring. 249 ming so'mga bizdan mana shu chiroyli bilak yuzugimizni sotib oling. Bor yo'g'i 2 daqiqagina vaqt berar ekanmiz. 2 daqiqa esa ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Ulgurib qolishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Kim mabodo hali sotib olishga ulgurmagan bo'lsa, oling. Nega? Afsuslanmaysiz. Juda ham chiroyli, juda ham go'zal, juda ham betakror, eng muhimi eksklyuziv, chunki jannatim onam deb yozilgan. Bu esa hammaning ham, misol uchun siz bugun efirni ko'ryapsizmi? Balki bu bilak yuzukni birinchi marta ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin-da. Voy deb darhol qo'ng'iroq qilib sotib olayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri qilasiz, siz to'g'ri yo'ldasiz. Onajonlarimizga kelganda hech qachon pulimizni qizg'onmasligimiz kerak, hech qachon ularga umuman sarflashdan og'rinmasligimiz kerak. Qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazamiz, og'iringizni yengil qilamiz. Balki kelayotgan haftada onajoningizni tug'ilgan kunlari bo'lishi mumkin. Allaqachon sovg'a ham olib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Lekin baribir yonida sovg'alarni ko'paytirib berganga nima yetsin? Mana shu bilak yuzukni sizga tavsiya qilamiz. Lekin rostdan chin dildan, astoydil tavsiya qilaman. O'zimga ham yoqdi. Qaragan sarim qaragim kelyapti. Shunaqa chiroyli qizlar. 249 ming so'm tasavvur qiling. Mana bunaqa yechiladi. Mana yechilishdan avval ko'rsatib o'tay. Mana qarang, botmaydi. Mana bu yeri dumaloq qilingan. Umuman yechilganda ham, taqilganda ham botmaydigan qilib ishlanganligini aytib o'tmoqchiman. Hurmatli teletomoshabinlar, 35 soniyadan kamroq vaqtingiz qoldi. Mana qarang, qanaqa. Har qanday ayollarning bilagiga to'g'ri keladi. Ikkilanmang mana. Bitta bilak yuzukni, ya'ni bitta bilakni shaklida qilib ishlangan. Meni bilagim ingichka edi, menga unchalik ham to'g'ri kelmadi, kattaroq bo'ldi, lekin onajonlarimizga aniq to'g'ri keladi, chunki ularning bilaklari nisbatan baribir yo'g'onroq bo'ladi. Biz esa davom etamiz, siz esa qo'ng'iroq qiling. 10 soniyadan kamroq vaqtingiz qoldi. Mabodo keyingi o'tib ketgan taqdirimizda ham qo'ng'iroq qilib so'rab bemalol xaridlarni amalga oshirishingiz mumkin. O'lchamsiz bemalol olavering, o'lcham shart emas. Endi biz yo'l yursak ham mo'l yurib, mana shunaqangi efir yulduziga yetib keldik. Vau! Markazida qarang. Markaz uslubidagi kristal atrofini qarang. Chiroyli, men hozir taqib olaman. Mana. KG 377 mahsulot kodi 14 karatli pushta tilla suv yurg'izilgan premium bijuteriya. 967 ming so'm ekan boshlang'ich narxi. Turishini qarang, badavlatligini. Savlat to'kib turishini qarang. Voy qizlar, buni aniq olish kerak, to'g'risi. Olmasangiz afsuslanasiz. Endi yashil toshlarni ko'rar ekanmiz. Beixtiyoriy ravishda ko'z oldimizga Kleopatra keladi. Oldingi o'sha qadimgi Misrda yashil zumradlar hokimiyat va go'zallik toshlari hisoblangan. Afsonaviy malika Kleopatra ularni juda yaxshi ko'rgan va shunday ishonchda bo'lgan. Aynan yashil toshlar ayolga abadiy yoshlik, joziba va ko'zlarida o'ziga xos yaltirash
baxsh etadi degan fikrlarni aytgan. Yashil toshli taqinchoqlar hashamat va maftunkorlik aurasini o'zi bilan birga olib yuradi. Ular nafislikni, ayol kuchini va oxirigacha yechib bo'lmaydigan sirni ifodalaydi. Sirlilikni ifodalaydi deyishadi. Ayniqsa to'q yashil rangdagi liboslar yoki taqinchoqlar. Bu yerda Gollivud to'g'ri Bollivud yulduzlariga ikkalasiga ham nazar tashlaydigan bo'lsangiz, bu yerda misol uchun mana Karina Kapurda, yashil toshli marjon, bundan tashqari ahamiyat bering, bu yerda Jennifer Lopesda ham yashil toshli marjon bor. Umuman olganda, deyarli hamma aktrisalarda bitta-bitta yashil toshli marjonni ko'rishingiz mumkin, faqat turli xil dizaynda. Nega? Bu degani butun dunyo ayollari, butun dunyo yulduzlari umuman yashil toshni tanlaydi. Yashil bu hayot, yosharish ramzi degan ma'noni bildiradi. 967 ming so'm boshlang'ich narxi, qizlajonlar. Ulgurib qoling qo'ng'iroq qilishga. Bizda yangi kolleksiya, yangi kolleksiya. Umuman yangi kolleksiya. Hali hech qachon bunaqasini hech qayerdan ko'rmagansiz. Bitta yagona chegirma bo'lar ekan va bu chegirma sizga albatta yoqadi. 179 ming so'm. 179 ming so'mga, demak, niqob va ziraklar sovg'a. Voy, niqob va ziraklar sovg'a bo'lar ekan. Ana bo'lmasam. O'shaloq sovg'alar bor ekan bizda. Shoshilmasangiz, niqobsiz qolasiz. Qarang. Voy, qizlar. Ana surpriz, mana surpriz dedi-ku. Xuddi shunaqa. Mana sizga surpriz. Qarang. Uzukni olasiz 179 ming so'mga. Mana bu ziraklarimiz sovg'a, tabiiyki, va mana bu albatta niqoblar. Bu niqob matoli niqob hisoblanadi. Yuzingizni yuvib tozalab qo'yasiz. Kechqurun 15-20 daqiqa qo'ysangiz kifoya. Keyin esa yuzingizni yuvib tashlamaysiz. O'sha buni botirilgan suyuqligi yuzingizda qolishi kerak. Ertalab turganingizda yuzingiz tiniq, namlangan, oziqlangan, yumshoq bo'lib qoladi va voy, Zargashopdan yana nima sotib olsam ekan, yana niqob berar ekan deb hali bu bizni niqobimizni qidirib yurasiz. 55 kodi bilan 520-20-33 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nega? Chunki mana bu o'zigimizni sanog'i ko'p emas. Men ziraklarni hozir o'lchab to'rog'i taqib ko'rsataman ziraklarimizni. Voy, chiroyli turar ekan. Kelinchaklarga ham mos ekan, o'rta yoshlilarga ham mos ekan. Mana, qarang. Zo'ra. Mana, o'ziga. Gap bo'lishi mumkin emas. Rangini ko'ryapsizmi? Naqshlarini. Zirak ham juda yengil, juda qulay ekanligini aytib qo'yay. Yengil, qulay, shiringina. Yoqimligina shunaqa. 179 ming so'mdan. Endi qo'llarimga olaman, taqiladigan joyini ko'rsataman. Taqiladigan joylari quyidagicha. Ahamiyat berib qarang, ya'ni ingliz qulfida. Bizda bijuteriyalar ham hattoki ingliz qulfida bo'ladi. E'tibor bilan sotib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Hattoki o'zi ingliz qulfi qimmat qulf hisoblanadi. Buni yasattirish o'zi bo'lmaydi. Bu uchun ham qo'shimcha narx chiqib ketadi, lekin biz har doim mijozlarimiz sotib olgan mahsulotlar uzoq yillar xizmat qilsin deya biz nima qilamiz? Aynan mana shunaqangi chiroyli taqinchoqlarni ingliz qulfli qilib ishlatishga harakat qilamiz. Endi biz sizlarga niqobni eslatib o'tmoqchimiz. Siz olasiz uzukni, ziraklar sovg'a plus niqob ham sovg'a bo'ladi. 2 daqiqagina vaqtingiz bor, ulgurib qolishingizni esa tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekiston Respublikasi bo'lib barcha viloyatlarga yetkazib olib beramiz. 2 daqiqa vaqtimiz esa ketdi. Ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Bu niqob nima qiladi? Bu niqob yuzingizni oziqlantiradi, namlantiradi, yumshatadi va yuzingizni tarang qilib tortilib, chiroyli bo'lib qolishiga yordam beradi. Yangi kolleksiyamiz edi uzugimiz. Yangi kolleksiya yashil toshlardan iborat uzuk va biz sizlarga ziraklarni sovg'aga jo'natyapmiz. Endi o'lchab ko'rsatmoqchiman. Kattaligini bir ko'ring, mana qarang. 2 sm 2 mm. Ziraklarimiz 1 sm 8 mm ni tashkil qilyapti. Qo'ng'iroq qilishingizni albatta kutyapmiz. 1,5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Qarang, ba'zida-chi mana kutmaganimizda vaqt sekin
o'tib ketadi. Kutganimizda vaqt sekin o'tadi-da, kutmaganimizda shuvillab o'tib ketadi, bilasizmi? Mana hozir masalan, ko'pchilik aytadi, "Voy, kam vaqt berasizlar, men ulgurmay qolaman" deb telefonini olib kelishga, buyurtma qilishga boshqa. Siz Zargashubni ko'rayotganda olib kelib oling telefonlaringizni hammasini. Shunda sizga qulay bo'ladi. Shartta olasiz, yoningizdan telefonni raqamimizni terasiz va yoqqan narsani buyurtmasini berasiz. Chunki bilmaymiz-da 1 soat yoki 2 soat davomida nimalar taqdim qilinishini va nimalar sizga yoqishini. Barchaga xaridlar uchun rahmat. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, ulguring, shoshiling va biz sizlarga eng yaxshisini ravo ko'ramiz har doimgidek. 40 soniyadan kamroq vaqt qoldi. Taqinchoqlar bilan go'zallashish bu alohida mavzu. Qanaqadir bir krem mahsulotlari bilan go'zallashish yana bir alohida mavzu. Xullas, demoqchimanki, har doim go'zal bo'lib yurishga harakat qiling. Chunki bizni go'zal ayollarimiz o'zi shundoq ham go'zal, lekin sal o'zlariga qarab qo'yishsa, yanada asal bo'lib ketishadi, yanada go'zal, yanada chiroyli bo'lib ketishadi. Xo'sh, endi biz sekin-astalik bilan keyingi lotlar tomon, keyingi mahsulotlar tomon yo'l olishimizga to'g'ri keladi. Barchaga xaridlar uchun rahmat. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng ham to'lashingiz mumkin. Endi bizda nimalar bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Mana qarang. Sizni go'zallashtiradigan mahsulotni taklif qilamiz. Diqqatingiz markaziga. Hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlang, bo'lmasam navbatda kutib qolasiz. Mana bu shohona to'plamimizni bir ko'ring siz, bir ko'ring. Voy, qizlar. 6 ta qadam, 6 ta qadamli aynan bu yerda parvarish uslubi. Nima uchun siz bu mahsulotni sotib olishingiz kerak? Yillar o'tgan sayin albatta yillar o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi bizni salomatligimizga, yuzimizdagi chiroyga, sochlarimizga, to'g'rimi? Endi parvarishlab tursak, qo'llab-quvvatlab tursak, tabiiyki yosh ko'rinib yuramiz, tabiiyki chiroyli bo'lamiz, tabiiyki o'zimizga misol uchun ishonchimiz ortadi va hokazo. Demoqchimanki, hozir mana ko'pchilikda ba'zilar bor, SPF kremlar surmaydi-da yozda, keyin yuzlariga dog' tushirib qo'yadi. Yuzlardagi dog'larni esa ochartirish kerak, bo'lmasa xunuk ko'rinadi. Demoqchimanki, bizda yuzdagi dog'larni ochartiradigan, ajinlarni kamaytiradigan, yuzingizni oziqlantiradigan, namlantiradigan mana shunaqa 6 tali set bor. 6 tali bosqichma-bosqich yuzni parvarishlash to'plami bor ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Qarang, buni qanday ishlatasiz? Mana bu ko'piga penkasi, ya'ni yuzni yuvadigan sovun ko'pigi. Mana bu esa suvli, bu toner hisoblanadi. Toner bilan yuzingizni artib surtib olasiz paxtada yoki vatniy disk bilan. Keyin esa ko'zingizni atrofiga mana bunaqangi ajinlarga qarshi bo'lgan, jenshin ekstrakti bo'lgan ko'z kremini surasiz. So'ng esa siviritkani surasiz yuzingizga, mayda kichkina butilyochkadagi siviritkani. Keyin emulsiya bor, sutchi emulsiya bor. O'sha emulsiyani surasizda, oxirida krem bilan bo'ldi. Yakunlaysiz o'zingizni, uxudingizni. Demak, 499 ming so'm boshlang'ich narxi ko'rsatilgan, ammo bu narxda olmaysiz. Nega? Chunki Zargashub har doimgidek sizga 299 ming so'mni taklif qiladi. Mukammal teri uchun 6 qadam deb yozilgan. Haqiqatan ham xuddi shunday mukammal teri uchun 6 qadamligi bu bor gap. Qarang, aynan qirolichalarga mos bo'lgan bu yerda parvarishni siz qo'lga kiritasiz. 6 bosqichli premium kompleks, yuzingiz chinnidek yarqiraydi, porlaydi va mayda qora dog'laringiz yetarlicha ochiradi, mayda ajinlaringizni ham yo'qolishiga, yuzingizni silliqlanib, relyefini to'g'irlanib va o'sha osilib qolgan qismini tepaga ko'tarilishiga yordam beradi. To'g'ri ishlatishingiz kerak faqat. Qarang, bu yerda yuz yuvadigan penkasi bor, toneri bor, tonerdan keyin ko'z kremini ishlatasiz, siviritkasini ishlatasiz, sutchasini ishlatasiz va oxirida krem bilan aynan mahsulotlarni yakunlaysiz. 10 daqiqa kifoya, kechqurungi misol uchun yotishdan avval 10-15 daqiqa kifoya bo'ladi sizni bu mahsulotlaringizni surib tugatishga. Endi sizga eslatib o'taman, qarang, bu yerda jenshinni o'sha ildizini so'ki bor deyishadi. Bu nima degani? Anti-aging effekt beradi, ya'ni yuzingizni qarish prosesini sekinlashtiradi. Mayda ajinlarni yoyadi. Qora-qora dog'laringiz bo'lsa, ocharishiga yordam beradi. Yuzingizni oziqlantiradi, namlantiradi, yumshatadi. Umuman sizga faqat va faqat foyda ko'rsatadi. Bundan tashqari niasinamid bor buni tarkibida. B3 vitamin B3 kompleksi hisoblanadi. B3 aynan nimaga yordam beradi? Yuzimizni o'sha silliqlanishiga, tushgan dog'larni
ocharishiga yordam beradi, hattoki sepkillarni ham ocharishiga yordam beradi. 2 daqiqagina vaqtingiz bor. Bu mahsulotimizni sotib olish uchun shoshiling, qo'ng'iroq qiling deyman. Xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng to'lashingiz ham mumkin. Eng muhimi esa bizga ishonib qo'ng'iroq qilib xarid qilayotganingiz hisoblanadi. Yana bitta muhim jihatlardan birini aytmoqchiman. Yana bitta muhim jihatlardan birini aytmoqchimanki, bu yerda 6 ta mahsulot bor. Hammasini bosqichma-bosqich ishlatganingizda 1 yil, 1,5 yilga bemalol yetadi. Ya'ni juda ham iqtisod qilib qolasiz. Bemalol, ya'ni pulingizni tejab qolishingiz mumkin. Misol uchun shunaqa kichkina tyubiklik mahsulotlar bor. Har 3-4 oyda yangilab turishingiz kerak. Bu esa 1 yilga, 1,5 yilga bemalol yetib beradi. Hurmatli teletomoshabinlar, shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Pulini xohlasangiz oldindan, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng ham to'lasangiz bo'ladi. Muhimi esa ulgurishingizni albatta eslatib o'tmoqchiman. Aytgancha, yana bitta narsa, masalan, ba'zilar yoshi o'tgan sayin, mana 30 dan, 40 dan oshgandan keyin parvarish qilaman deyshadi. Yo'q. Qaysi yoshda bo'lishingizdan qat'iy nazar, parvarishni vaqtliroq boshlaganingiz yaxshi. Qanchalik siz vaqtliroq yuzingizga qarab, uqalab, massajlar qilib, har xil mana mahsulotlardan ishlatib yursangiz, shuncha sizni yuzingizni elastikligi yuqori bo'ladi, mayda ajinlar kamayadi, yuzingiz tortiladi va bundan tashqari sizga har doim o'sha chinnidek yaltirab turadigan chiroyli yuzni terisiga ega bo'lasiz. 13 soniyadan kamroq vaqtingiz qoldi. Sotib olganlarni tabriklayman. Sovg'aga olsangiz ham, o'zingizga ishlatishga olsangiz ham juda ham yaxshi, to'g'ri tanlov hisoblanadi. Barchaga omad, bizga esa daromad. Qo'ng'iroq qiling, aynan chuqur namlik va umuman olganda chiroyli yuz terisiga ega bo'ling. Endi bizda rolik bor ekan, ko'rib olamiz, so'ng esa qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang. Diqqat, agar o'zingizni holdan toygan his qilsangiz, magnit bo'ronlari yana bosimingizga ta'sir qilayotgan bo'lsa va boshingiz og'riyotgan bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Afsona qaytmoqda. Minglab odamlar bosh og'rig'i, meteosezgirlik va qon bosimi sakrashidan charchagan edi. Endi esa uni taqib yurishmoqda. Turmani magnit bilaguzigi bilan tanishing. Bu bilaguzuk O'zbekistonda mutlaq hit mahsulotga aylandi. Lekin bugun biz shunchaki uni 30% chegirma bilan taklif qilmaymiz. Sizni ajoyib sovg'a kutmoqda. Professional massajchi, butun tana uchun salomatlik quvvati massajori. Maxsus texnologiya asosida yaratilgan bu massajor sizni mutlaqo bepul yordamchingizga aylanishi mumkin. Va bu hammasi emas. Sizni yana bir sovg'a kutmoqda. Shoshiling, keling, yaxshi kayfiyat sirini ochamiz. U Turmani bilaguzigida ichida neodin magnitlari yashiringan. Ular oddiy magnitlardan 10 barobar kuchliroq ishlashi isbotlangan. Magnitlar kuchli magnit maydonini hosil qiladi va qon faolroq aylanishiga majbur qiladi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi. Bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, siz bu bilaguzukni qo'lingizda deyarli sezmaysiz, ammo u har soniya sizni himoya qiladi. Bundan tashqari u juda chiroyli ko'rinadi. Lekin bu hali hammasi emas. Magnitlardan tashqari bilaguzuk ichida yana ikkita kuchli tabiiy salomatlik manbai mavjud. Turmani va Germani. Turmani bu tirik energiya. Qon tezlashadi, ishlar kamayadi va siz xuddi endigina dam olib qaytgandek kuch-quvvat oqimini his qilasiz. Germaniya bu qon uchun mini sport. Yaponiyalik olimlarning aniqlashicha, u qonni kislorod bilan xuddi tog'larda sayr qilgandek samarali to'ydiradi. U toksinlarni ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida yurakni himoya qiladi. Va bularning barchasi bitta hashamatli bilaguzukda. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilaguzigini bugunoq taqing va aynan hozir Turmani magnit bilaguzigi 30% chegirma bilan sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Lekin afsonaviy bilaguzikka afsonaviy sovg'a ham kerak. Qarshi oling, sizning sovg'angiz hashamatli salomatlik quvvati massajori. Ayniqsa agar siz shishlar va oyoqlardagi og'irlik hissidan qiynalayotgan bo'lsangiz, oddiy massajchi qo'llari bu qurilma kabi chuqur ta'sir qila olmaydi. Bu texnologiya kosmonavtlar uchun yaratilgan bo'lib, endi u sizning uyingizda xizmat qiladi. U mushaklarni bo'shashtiradi va yillar davomida to'plangan charchoqni atigi 10-15 daqiqada yo'qotadi. Agar bilaguzikka buyurtma bersangiz, siz massajorni mutlaqo bepul olasiz.
Lekin bu hali hammasi emas. Har bir buyurtma bilan siz yana bitta magnit bilak yuzugini olasiz. Kumush rang erkaklar uchun Turmani bilak yuzugi. Dadangiz, turmush o'rtog'ingiz, o'g'lingiz yoki akangiz uchun, bularni barchasi siz uchun. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 3 ta mahsulotni bittasining narxida ustiga-ustak chegirma bilan oling. Aks holda ertaga ularni alohida va 3 barobar qimmatroqqa sotib olishingizga to'g'ri keladi. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilsangiz, ahvol yomonlashishini kutmang. Turmani bilak yuzugini bugunoq taqing. Bosim me'yoriga tushadi, yurak soat kabi ishlay boshlaydi va siz yana kuch-g'ayratni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'ron bo'lsa ham, bugun hozir ayni damda siz 30% chegirma bilan ayollar Turmani magnit bilak yuzugini olasiz. Kumush rangdagi erkaklar uchun Turmani magnit bilak yuzugi bepul va salomatlik quvvati massajori mutlaqo bepul. Tasavvur qilyapsizmi? O'tkazib yubormang, hozirning o'zida qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Va nihoyat magnitli bilak yuzuklarimizga yetib keldik va qo'ng'iroq qilishingizni albatta so'rab qolgan bo'lardim. Sanog'i juda ham kam bo'lgani uchun ham kim chaqqonroq bo'lsa, aynan kim ko'proq chaqqonroq qo'ng'iroq qilib, tezroq harakatini qilsa, aynan o'sha insonga nasib qiladi. 55 kodi bilan boshlanadigan telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. 199 ming so'mga Turmani bilak yuzugimizni, ayollar bilak yuzugini sotib olganingizda, erkaklar bilak yuzugi sovg'a plus salomatlik quvvati massajori ham sovg'aga jo'natiladi. Bilasizmi, juda ko'pchilik yaxshi kayfiyat sirini bilisha olmaydi. Lekin men sizga bu sirni aytaman. Bu Turmani bilak yuzugida yaxshi kayfiyatingizni so'rab, chunki ichida neodin magnitlari yashiringan bo'ladi. Ular oddiy magnitlarga qaraganda 10 barobar kuchliroq ishlashi isbotlangan. Magnitlar kuchli magnit maydonini hosil qiladi. Qonni faolroq aylanishga yordam beradi. Har bir hujayrani kislorod bilan to'yintiradi. Bosim me'yoriga tushadi, yurak esa yaxshi ishlay boshlaydi. Siz yana kuch-quvvatni his qilasiz. Hatto tashqarida magnit bo'roni bo'lsa ham, siz o'zingizni yaxshi his qilishni boshlaysiz. Hurmatli teletomoshabinlar, mana shu bilak yuzugini taqqaningizda yaxshi tomoni yengil, qulay bo'lgani uchun bilaklaringizda deyarli sezmaysiz. Uni misol uchun ikkita taraflama taqishingiz mumkin. Magnitlarni tomirga tekkizib yoki magnitlarni tashqariga qaratib taqsangiz ham bo'ladi. Endi siz bizdan bittagina magnitli bilak yuzuk sotib olganingizda, ayollar bilak yuzugini, erkaklar bilak yuzugi sovg'a va plus salomatlik quvvati massajori sovg'aga ketadi. Neodin magnitlari haqida aytib o'tdim, magnit maydonini hosil qilishi va hokazo. Endi esa Turmani va Germaniyaga navbat yetib keldi. Aynan bu bilak yuzukning ichida Turmani ham bor, Germaniya ham bor. Germaniya bu qon uchun juda ham bir mini sportdek ishlaydigan mahsulot hisoblanadi. Aynan olimlarning aniqlashiga qaraganda, qonni kislorod bilan xuddi tog'lar sayr qilib yurgandek to'ydiradi, toksinlarni ta'sirini to'sadi, immunitetni mustahkamlaydi va magnit bo'ronlari davrida yurakni himoya qiladi deb ishoniladi. Bundan tashqari Turmani esa bu aynan energiya beradi, kuch beradi, qon aylanishi yaxshilanadi, shishlar kamayadi va siz o'zingizni dam olishdan qaytgandek yaxshi yengil his qila olasiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bularni barchasi bitta hashamatli bilak yuzukda mujassamlashgan. Agar sizni bosh og'rig'i, bosim, bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilsa va qoningiz to'xtab qolgandek his qilayotgan bo'lsangiz, qoningizni ahvolingiz yomonlashini kutmang. Turmani bilak yuzugini bugunoq taqing va aynan hozir Turmani magnit bilak yuzugiga 30% chegirma ketyapti. Bu hali hammasi emas. 30% chegirmasidan tashqari erkaklar bilak yuzugini yoniga sovg'a qilib qo'shib beramiz va plus salomatlik massajori ham yoningizga boradi. Salomatlik quvvati massajori uyingizga yetkazib beriladi. Nega? Sababi aynan mana shu salomatlik quvvati massajorining yaxshi tomoni shundaki, yuqori so'nggi texnologiyalar bo'yicha ishlab chiqarilgan. U sizni uyingizda xizmat qiladi, mushaklarni bo'shashtiradi, yillar davomida to'plangan charchoqni 10-15 daqiqada yo'qotishga yordam beradi. Agar siz bilak yuzugiga buyurtma bersangiz, tabiiyki ikkinchisi sovg'a plus salomatlik quvvati massajori ham sovg'aga jo'natiladi. Barchaga shoshilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Bugungi efir uchun ajratilgan bilak yuzugimizni yana bir marta qaytaraman. Juda ham kam ekanligini va ertani yoki keyingi dasturlarda qaysidir dasturda namoyish qilinishini kutasiz, ammo Turmani bilak yuzugi namoyish qilinmay qolishi mumkin. Shuning uchun zaxirada kamayib boryapti. Salomatlik quvvati massajorimiz ham zaxirada kamayib boryapti. Kimga aynan mana shu to'plamimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bitta pulni to'lab 3 ta mahsulotning egasi bo'lishlari mumkin. Aytgancha qalbaki mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Bunaqangi turmalin bilak yuzuklarning qalbakilari ham bor. Bizda esa haqiqiysi, ya'ni demoqchimanki, siz ehtiyot bo'lib, ko'chalarda arzonroq ko'rib qolsangiz yoki qimmat bo'lsa ham, yo'q,
qalbakisi arzon bo'ladi, bizda mana shu haqiqiysi qimmat deyishsa ham ishonib yurmang. O'zingiz bilgan, ishongan joylaringizdan bunaqangi bilak uzuklarni sotib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyin yana bitta narsa, bolajonlarga, homilador ayollarga taqish mumkin emas va agar mabodo yana bitta muhim faktni aytib o'tmoqchimanki, qalqonsimon bezida ham muammosi borlarga bu bilak uzukni taqish mumkin emas. Qolgan hammaga taqish mumkin ekanligini, hattoki sportsmenlar ham bugungi kunda bu bilak uzuklarni o'zlarini yonida olib yurishlarini aytib o'tishdi yoki taqib yurishlarini aytib o'tishdi. Sababiga keladigan bo'lsak, albatta tabiiy energiya bergani uchun degan javoblarni ham eshitdik. Sizda 55 soniyadan kamroq vaqtingiz qoldi. Qo'ng'iroq qiling, xaridlarni amalga oshiring. O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib borib beramiz. Bitta ayollar bilak uzugini sotib olasiz, erkaklar bilak uzugi sovg'a. 3 ta, ya'ni mana bu nasatkasi bilan 4 ta nasatkasi bor va asosiy qismi bor. Va bularni hammasi yaxshi ishlaydi. Bo'yningizni, aynan salomatlik quvvati massajori bilan bo'yningiz, belingiz, qo'llaringiz mushaklari, oyoqlaringizni bemalol qo'rqmasdan uqalasangiz bo'ladi. Orqa tomondagi knopkasida rejimi bor. Birdan 6 gacha ko'paytiradigan rejimingiz bor. Ya'ni past, o'rtacha va oxirgisiga qo'yib ishlatasiz, qanchalik sizga organlaringizga qarab. 17 soniyadan kamroq vaqt qoldi. Ulgurib qoling, shoshiling, qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamlarimizni eslatib o'taman. Ekranlaringizni pastki qatorda 55 kodi bilan yozilgan telefon raqamlarimiz terasiz. Mana shu turmaniy magnitli bilak uzukni, ayollar bilak uzugini sotib olasiz. Erkaklar bilak uzugi va salomatlik quvvat massajori mutlaqo bepul sovg'a bo'ladi. Endi bizda yana bitta rolik bor ekan, ko'rib olamiz. So'ng esa qaytamiz, bizdan uzoqlash. Eng qizg'in sinov. O'zbekiston yoziga xush kelibsiz. Bu yerda jazirama, havo dimligi va quruqlik sizning doimiy hamrohingiz. Sinovdan qanday o'tishingizni hoziroq bilib oling. Ronic Everest havo sovutgichini taqdim etamiz. Sizning shaxsiy salqinlik va qulayligingiz siz uchun 50% chegirmasi bilan 8 litrlik katta idishga ega yangi model. Ventilyatorlar haroratni pasaytirmasdan shunchaki issiq havo va changni aylantirganda Ronic Everest buning aksini qiladi va bundan ham ko'prog'ini. Noyob gidrosovutish va filtrlash texnologiyasi tufayli u nafaqat sovutadi, balki havoni namlab, hatto tozalaydi ham. Hamyonbop narxda 3 karra ko'proq qulaylikni sizga taqdim etamiz. Ishonmaysizmi? Meteostansiya buni isbotlashga imkon beradi. Ronic Everest bilan harorat tez orada 10 darajaga tushadi. Namlik esa aksincha yanada qulayligingiz uchun ko'tariladi. Va o'rnatish yoki elektr uchun katta sarflar bilan bog'liq muammolar ham bo'lmaydi. Sizga faqatgina suv kerak bo'ladi xolos. Idishga suv quying, havo oqimining tezligini tanlang, salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Sovuq va toza havo oqimini his eting. Jaziramada Ronic Everest xaloskoringizga aylanadi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va hamyonbop narxda Ronic Everest havo sovutgichiga buyurtma bering. Hoziroq buyurtma bering va siz 50% chegirmani qo'lga kiritasiz. Oddiy ventilyatorlar haroratni pasaytirmaydi. Konditsionerchi sovutadi, lekin uning qimmat narxi va o'rnatilish murakkabligi hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo Ronic Everest bor-ku, nima ham bor? Hamyonbop narxda darhol ishga tayyor va aynan sizga kerak bo'lgan joyda qulay salqinlikni ta'minlaydi. Eksperiment chapda pendan Everest tomonga issiq havo oqimi, harorat 45 daraja. O'ngda Ronic Everest salqin havo chiqyapti. Harorat 25 daraja. Yana isbotlar kerakmi? Konditsioner o'rtacha 1000 watt iste'mol qilsa, Ronic Everest faqat 80 watt iste'mol qiladi. Xuddi oddiy chiroq kabi. Qancha tejashingizni tasavvur qiling. Katta 8 litrli idish kun bo'yi yoki tun bo'yi suv darajasini doim tekshirmasdan va tashvishlanmasdan salqin havodan bahramand bo'lishingizni ta'minlaydi. Ronic Everest g'ildiraklar va maxsus tutqichlar tufayli osongina u xonadan bu xonaga ko'chirilishi mumkin. Uni hatto bolalar xonasiga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ronic Everest konditsioner kabi zararli freon ishlatmaydi. Everestdan bolalar umuman shamollamaydi. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronic Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Ronic Everest havo sovutgichiga 50% gacha chegirma amal qilganda tezroq buyurtma berishga ulgurib qoling. Ronic Everest sovutadi, namlaydi va hatto havoni chang va allergenlardan tozalaydi. Siz uchun 3 barobar qulaylik. Jaziramada faqat Everest idishini suv bilan to'ldiring.
havo oqimi tezligini tanlang va salqinlik tugmasini bosing. Tayyor. Yanada sovuqroq bo'lishini xohlaysizmi? Sizga muz uchun maxsus idishlarni hadya etamiz. Ularni sovutgichga qo'ying va yanada ko'proq salqinlik olasiz. Bu kuchli tetiklantiruvchi shabadaga e'tibor bering. Siz hatto uning yo'nalishini ham tanlasangiz bo'ladi. Shu bilan birga Everest cholqinsiz ishlaydi. Kunduzi chalg'itmaydi, tunda esa uyqungizni buzmaydi. Orzuyingizdagi bebaho salqinlik haqiqatga aylanadi. Bunga 10 minglab mamnun mijozlarimiz allaqachon amin bo'lishgan. Soxta mahsulotlardan ehtiyot bo'ling. Ronik Everest asl mahsulotiga ishonchli va sifatli kafolat bilan buyurtma bering. Jaziramada Ronik Everest xaloskoringiz bo'ladi. Uyingizda salqin havoga erishish juda ham oson. Ronik Everest havo sovutgichiga buyurtma bering va siz uni 50% chegirma bilan olasiz. Keyinga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. Minglab mijozlar konditsioner o'rniga aynan Ronik Everestni tanlashyapti va to'g'ri qilishyapti. Sizda ham hali ham imkoniyat bor. Juda ham kam qolgan, tezroq qo'ng'iroq qilib 699 ming so'mga sotib olishga ulguring. Aytgancha bizga qo'ng'iroq qilganingizda operatorlarimizdan sirli sovg'angiz bor ekanligini ham bilib olasiz. Qarang, Ronik Everestni ishlash prinsipi juda ham qulay va juda ham bir shunaqangi foydali. Nega? Chunki bu havoni sovutadi, havoni namlaydi va havoni tozalaydi. Eng muhim jihati ham shunda. Bundan tashqari hamyonbop, xonadan xonaga sudrab yoki tepa qavatga ko'tarib olib chiqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mabodo kechasi uxlayman desangiz, shovqinsiz ishlaydi va shunisi bilan ham alohida ahamiyatga ega deb ayta olaman. Uyda bolalaringiz bormi? Konditsioner yoqishdan qo'rqasizmi? Lekin uyingiz isib ketyaptimi? Biz sizlarga Ronik Everest havo sovutgichini tavsiya qilamiz. Yoki ota-onangiz bilan birga yashaysiz, ularni bot kasalliklari bo'lishi mumkin. Oyoqlari zaxdan og'riydimi yoki sal sovuqda esa bo'g'imlari og'rishga tushadimi? Unda ham Ronik Everestni sizga tavsiya qilamiz. Nega? Sababi u havoni muzlatib tashlamaydi, sovutadi, yetarlicha namlaydi hamda aynan tozalaydi. Hurmatli teletomoshabinlar, 699 ming so'mga sotib olsangiz, biz sizlarga albatta sirli sovg'ani ham jo'natamiz. Video lavhada eksperimentni ko'rishingiz mumkin. Issiq havo 45 daraja, 19% namlik. Oho! Endi esa 25 daraja aynan Ronik Everestdan chiqayotgan havo hamda 40% namlik. Bu esa ideal havo harorati degan, ayniqsa yosh bolalari bor va ota-onasi bor uylar uchun. Ronik Everest bu O'zbekiston bozorida keng tarqalgan suv yordamida havoni sovutadigan mobil qurilma hisoblanadi. U an'anaviy konditsioner emas, shuning uchun uni ishlatishdan oldin uning imkoniyatlari va cheklovlarini tushunib olish kerak. Tushunib olganlar allaqachon Ronik Everestni tanlashyapti. Ishlash prinsipi ham juda ham qiziq va umuman olganda juda ham foydali. Qurilma ichiga sovuq suv va muzlatgich uchun mo'ljallangan maxsus idishlar solinadi. Maxsus nasos suvni filtrlar ustiga haydaydi, ventilator esa issiq havoni shu namlangan filtrlar orqali tortib oladi. Natijada havo bug'lanish hisobiga pasayadi va xonaga salqinroq bo'lib qaytadi. Bor yo'g'i aynan mana shu bilaguzugimizdan tashqari, hurmatli teletomoshabinlar, Ronik Everestimizni buyurtma berishingiz uchun sizda 4 daqiqa vaqt bor edi va 4 daqiqangizni ham 5 soniya sotib ketdi allaqachon. Bu so'nggi imkoniyatingiz. 55 kodi bilan 520 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Ronik Everest havo sovutgichimizga buyurtma bering. Nega men hozir bilaguzukni esladim? Chunki bilaguzuk, Ronik Everest hammasini ketma-ket sotib olishyapti. Bitta oiladan bir nechtasini sotib olishyapti. Baraka toping. O'sha sarflagan pullaringizni o'rni to'lib ketsa, barchangizga rahmat deb qolamiz va shu jumladan eslatib o'tmoqchiman. Aynan mana shu qurilma elektr energiyasini tejashiga necha baho qo'yasiz? Voy, tasavvur qiling, siz juda ham ya'ni pulingizni tejaysiz, iqtisod qilasiz. Odatda 60 vatt, 100 vatt sarflaydi. Bu esa oddiy konditsionerga qaraganda ancha kam hisoblanadi. Mobil, ya'ni ko'chma degani g'ildiraklari borligi uchun uni yotoqxonadan oshxonaga, oshxonadan mehmonxonaga osongina o'tkazib qo'yish mumkin yoki ko'tarib o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'rnatish shart emas, devorni teshib o'tirmaysiz. Prion quvurlarni o'tkazish uchun tashqi blok o'rnatish talab qilinmaydi. Yoki shunchaki rozetkaga ulaysizda, mana shu bizni havo sovutgichimizni ishlataverasiz. Endi havoni tozalash va namlashiga keladigan bo'lsak, qurilma havoni filtrdan o'tkazadi, namlaydi. Bu quruq iqlimli hududlarda nafas olishni biroz yengillashtirishi mumkin. Bu esa allergiyasi borlarga ham, hattoki yosh bolalar borlarga ham juda ham yaxshi hisoblanadi. Endi konditsioner bo'lmagani uchun havo haroratingizni 16-18 darajada muzlatib bermaydi. Bunday muzlatishni kutmang va bu muzlash albatta
kelajakda kasalliklarga olib kelishi mumkin, bo'g'im yoki suyak kasalliklariga. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Yaxshisi mana shu bizni Ronik Everestga o'xshagan havo sovutgichida 21-25 darajadagi o'sha havo haroratida o'tirganingiz ma'qulligini sizga aytib o'tmoqchiman. Namlik darajasi qurilma havoni namlaydi va vaqti bilan lekin derazalarni ochib turishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Xonangiz nam ham bo'lib ketmasligi kerak. Suv quyish. Suv esa 8 litr suv sig'imi bor, 12-14 soatgacha yetib beradi. Bu degani ertalab 8 da quysangiz, kechqurun 10 larda yana bitta suv quyasiz yoki kechqurun 8-10 larda bitta suv quyasiz, ertalab uxlaguningizcha, ya'ni uyqudan turguningizcha bemalol yetib beradi. Shovqinsiz ishlaydi, yotoqxonaga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshi tomoni dala hovliga dam olishga ketayotganda ham mashinangizni bagajini bir chetiga qo'yib qo'ysangiz, dam olishga ketayotganda o'sha dachada, ya'ni dala hovlida ham bemalol o'sha issiqroq bo'lsa xona yoqib qo'yasiz va ishlataverasiz. Ya'ni ofisga olib borib qo'ysangiz bo'ladi, oshxonada ishlatsangiz bo'ladi, yotoqxonada ishlatsangiz bo'ladi, mehmonxonada ishlatsangiz bo'ladi, har qanday xonalarda ishlatsangiz bo'ladi, chunki yengil bo'lgani uchun u yoqdan bu yoqqa ko'chib yuradi. Endi buni ishlatish funksiyasi qanaqa? Qulay. Bolalarga o'rgatib qo'ysangiz ham bo'ladi, kattalarga o'rgatib qo'ysangiz ham bo'ladi, yosh kattalarga. O'chirib yoqish, o'rtacha, tezroq yoki kamroq mana shunaqa rejimlari bor albatta. Kimlarga mos keladi? Misol uchun, kvartirada, ko'p qavatli kvartirada turadiganlarga mos keladi yoki bo'lmasam, misol uchun elektr energiyasini tejash mumkin bo'lgan insonlarga ham juda ham mos keladi. Konditsionerdagi sovuqlikka chida olmaydiganlarga ham juda ham mos keladi. Xullas, sizlarga aytmoqchimanki, bu bilan siz faqat yutasiz. Aytgancha, bizga qo'ng'iroq qilganingizda qo'shimcha sirli sovg'ani ham egasi bo'lasiz. Hoziroq bizga bog'laning. Ronik Everest havo sovutgichimizga 699 ming so'mga buyurtma bersangiz, 50% chegirmasi bilan biz O'zbekiston bo'ylab barcha viloyatlarga yetkazib olib beramiz. Pulini oldindan to'lab oling, xohlasangiz yetkazib berganimizdan so'ng mahsulotlarni tekshirib to'lab oling. Barchaga rahmat bugun faol bo'lganingiz uchun. Kimlardir hozir ikkilanib Ronik Everestni olaymi, olmaymi deb turgan bo'lishi mumkin. Yana bitta muhim jihatini aytish yodimdan ko'tarilibdi. Mana bu oynachasi bor-ku, ahamiyat bering, panjaralari. Shu panjaralari tepaga, pastga, yonga, o'ngga, chapga bo'ladi. Ya'ni siz havoni tepaga qaratib qo'ysangiz ham bo'ladi, pastga yoki chapga, o'ngga qaratib ham qo'ysangiz bo'ladi. Yoki bolalar xonasiga qo'yib, bolalarga urmaydigan qilib, chetga qaratib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ham havo salqinlashadi, ham havo namlashadi va yaxshigina mazza qilib uxlashadi bolajonlaringiz. Xo'sh, bizga ajratilgan vaqt afsuski tugadi. Xaridlaringiz uchun rahmat. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.